Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugun oldin e'lon chiqarganimiz bo'yicha bu yil 2021-yilmi o'tib kelish oldida turdi. Vaqt nihoyatda tez, vaqtning o'tishi. Bugun ikki qarindishimiz bilan bu yil Uyg'urlar orasida bu o'tgan ishlar to'g'risida qisqacha bir paranglashmoqchi. Arlıqda eğer qarindoshlarım bir sizlardan so'raydiganim, o surat yoki video va ovoz jihatda kamchilik bo'lsa, bugun bu programmani doim qilib turmag'achqa kompyuter tozalamashlashib bermayotdi. Herhalde programmani yaxshi qilishga tirishaman. Agar bo'lmay qolsa, ko'pchilikning fikri bo'yicha ish qilamiz. Shunga bir İnkaz qaytarib o'tishni unutqanmısınlar. Bugun ekranimizga taklif qilgan ikki qarindishimiz Amerikadan ikki akamiz, birisi Mevlana Yasin aka, yana birisi To'liq Abdurazaq akamiz. Bu uchimiz bugun o'tirib shu 2021 ga bir nazar solamiz. Ham bundan keyin Uyg'urlarniki da'vo ishlarida özümüzden o'ylaganlarini qisqacha o'tirib qo'yib o'tamiz. Assalomu alaykum Mevlam aka, assalomu alaykum To'liq aka, salomat, yaxshi turdinglarmi? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Jasorat qanda. Avval yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. Jasorat mo'minlarga xush keldinglar. Uni deb biz uchun nihoyatda ziddiyatga to'lgan ham aramızda nurg'un ishlar bo'lgan 2021-yilmi o'tib ketay deyotdi mana. Bugun o'tirib uchimiz sizlarni Qatarda ta'tilga chiqib ketar ekansizlar. Shunga sizlar ta'til chiqishdan burun uchimiz o'tirib taqdim bag'dan paranglashqash, bugun bir erkin bu muhitda qarindoshlarimiz bilan birga o'tirib shu 2021 ga bir nazar solsak. Çünkü bu mayli ijobiy bo'lsin, mayli salbiy bo'lsin, 2021'de Uyg'urlarniki, şu diasporadagi Uyg'urlarniki orasida nurg'un ishlar bo'ldi. Talashlarmi nihoyatda ko'p bo'ldi. Bu haqda hamda uchimiz o'tirib o'ylaganlarimizni deb baqsaq, ham ko'pchilik bu programmani ko'rayotgan qarindoshlarimiz bilan birga o'rtaq muzokara qilsak da yaxshi bo'ladi. Agar ko'pchilik bu yerda savol qo'ysa yoki telefon orqali programma qatnashsa, bu yerda shu boy degan temada o'rtaq muzokara yaparmiz, paranglashimiz, mungdishimiz. Oldi bilan mening savolim oddiy. Bu yili 2021 sizlarning esinglarga kelgan Uyg'ur diasporasida sizlarning esinglarga kelgan muhim ishlar qaysilar? Oldi bilan shuni bir eslab o'tgandan keyin uni yechishga tirishimiz. Ya'ni bu ishlarning bo'lgan ishlarning mohiyati va boshqalar to'g'risida ko'pchilik bilan o'rtaq muzokara qilamiz. Shunga oldi bilan shu savolimga erkin javob bersanglar, men isminglarni atamay, asinglar to'g'ri kelsa, shu javob bersanglar. Bu yil aramızda Uyg'urlar arasında bo'lib o'tgan muhim ishlar qaysilar? Sizlarning nazaringlarda. Qani marhamat. Endi men buningga so'zlamda masalan bu yil Uyg'urlar arasida va Uyg'urlar munosabat ishlar desak, masalan Amerikada siyosatda ishlar bo'libmi, oldingi Thanksgiving 11-25 Amerikadagi rahmat ta'zim bayramini tatib hozirga chiqishda Amerika'nın siyasetinde nihayet tez şekilde bir yürüyüş ile kararlar ve kanunlar ile makullandı. Bu siyasetten Amerika'nın siyaseti dünyaya nihayet çoğunluğu mesela birden durup to'liq çıkmış bu doğruluk tepsili sözlerimiz mesela olimpikni diplomat boykot qilish, yaqinda ish qonunni o'tish, demokratiya yig'inlari Xitoyni taklif qilmaslik, bir yürüyüş işler bu Uygurlar içinde nihayet öttü. Onundaki yanı bir çoğun iş Uygurların içinde ötkini, Dünya Uygur Kurultayı'nın Uygurlarını indigenous degen nesli Uygurlarning g'azabini qo'zg'ab o'tdi.
bu jihatda hozir masalan birinchi jumuriyat, ikkinchi jumuriyatda taslimchilik ideyasiga Uyg'urlar qarshi turmagan. Hozir bu da mening qisqartib aytsam Uyg'urlar hozir Uyg'urlarning ichida mustaqillikni sotadigan harakatga Uyg'urlar qarshi kurashni boshlayotdi ham bu kengayotdi. Menimcha hozirgi men qisqa tushuntirsam eng cho'ng ishlar mush bo'ldi deymiz. Endi albatta Uyg'ur tribunal to'g'riliqmi keyin to'xtab o'tamiz-ku. To'liq nima deydi? Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar, oldi bilan hammanglarga shu yakshanba kunlik salomimni, samimiy salomimni yo'llayman. Endi bugun shu ikromni taklif qilib, mavlanimizni mishaga taklif qilgan jasorat inimizniki buning chiqargan kuchlarga rahmat aytaman. Endi bu mazmunga kelsak, biz endi bu bugungi suhbatimizniki mavzusini ham 2021-yilga nazar deb oldik. Men bu to'g'riliq 10 moddani tuzib chiqqandim-ku. Endi bular bu moddalarni bir-birlab bu yerda sizlarga o'qib жүрmayman. Abay Mavlon shuning ichidagi bir qanchalarini deb chiqdi. Jasorat endi sanmi keyin unutilib qolgan yerlar bo'lsa to'liqlasa. Mening bir shaxsiy odatim bor-ku, bu uzun yillardan beri balkim to'g'rida meni bildiganlar biladi. Men uzun yillardan beri har yilning oxiri shu jamoatga nisbat jamoatga qarta Andın özümün ailem qarta müştaq 10 maddini tuzib chiqaman. Tuzib chiqib özümün şahsi ailemga nisbatan shunda tuzman. Özümün shu kelajak yildagi planimni 10 modda qilib tuzman. Buni kichigimdan tortib odatlangan, hozirgacha bo'lib kelyapti, xotirlab kelyapman. Endi asli buni yilning oxiri chiqiray deb o'ylagandim, lekin hozir endi abay jasorat tushuntirib o'tgandek Bunun ahir bizim planlarımız var. Mevlamı bir yere vardı ki, ben bir yere bir planımdı var. Şu biraz aldığı sürgen bulduk. Şundan biz kıskır bayan kılıp ötüp boğandı ki, endikin biz mağı münazırga düşümüz. Hazır meyada ma ikram cesaret mi dep öttü, ikram bütün dünyadaki halkımızga o çok. Her kandak adam, her kandak sualını sorsa, ben cevap verişe tirişimen, Mevlamı her qanday sualga javob berilganga tayyor deydi-ku, bu burundan deb kelgan gaplar. Har qanday savolim bo'lsa, mening javobim bor deb kelgan Mavlon. Men shu ko'z qarashda javob xato bo'lib qolsin mayli, lekin javob berishga tirishimiz kerak. Shuning uchun gap mishada bo'lsa, men lekin ma'ni bir qisqa bir o'qib o'tay. Meningki nimam bo'yicha, ko'z qarashim bo'yicha 2021 yılı yüz bergen en çok bir iş. Nima deganda, bu 2021 yılı yanvarın 19 günü Amerika Tashqi ishlar ministri, yani Secretary of State Mike Pompeo Xitoyni Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik elib bordi. İnsaniyetga qarshi cinayet ötküzdü deb qaror qildi. Bu nayt bir cho'ng ish qarindoshlar. Bu to'g'ri jihnim qilgan bu yerda bundamay. Mushuni men mushu 2021-yildagi eng cho'ng voqea deb qarayman. Bu bir. İkincisi, Sharq Turkiston suygun hukumati 2021 yilni Amerika hukumatining Sharq Turkistonni Xitoy ishg'oliyatidagi davlat deb nima itiraf qilishga tirishayli degan yil qilib belgilangan. Mana 2021 yili o'tib ketayotdi. Yana bir 20 kun qoldimi? 20 kun qoldi. Buning ichidan shu amalga oshamdi yo'q, uni hozir bir nimdan bilmayman. Bu dunyoda mucizlar bo'ladi. Mo'shu 20 kun ichida Amerika hukumati e'tirof qilib ketalamdi yoki yo'q, uningga men bir nima bilmayman, lekin men shaxsan aytgancha, shaxsiy ko'z qarashimcha balkim u nishonga erishamaymiz. Nima uchun erishamaymiz? Men o'zimning mush to'g'riliq bir ko'z qarashimni beraman degan. Uchinchidan, abay Mavlon
Mevlan'la deyicime seni efendim de yüzgendim göre. O zaman efendimlikini yaratmayı harmaysan. Mevlan ağinimiz hem de. Mevlan ağinimiz. Ağinem de bir kıtım deyme, onun diki Mevlan'la deyme. Şimdi Amerika Prezidenti Joe Biden, Amerika hükümeti Xitayda 2022 yılı fevralda ötküzüldüğün olimpik tenhareket oyununu diplomatik boykot kılışını karar kıldı. Şununla ilgisi Angliya, Kanada, Japonya, üç devlet onun eksik derhal ulamı okşap getiren tedbirini kıldı. Bu ben 2021 yıldaki bir çoğun vakalarının birisi dep karayım. Dördüncü maddeni Mevlan dep etti. Yani indigenous doğruluk. Uygurlarını indigenous dep belgiligenligi Uygur yani Şarkı Türkistan'ın şu muhaciretteki davasındaki en çok bir satkunluk kılmıştı bu. Ben bunu da karayım. Bu bir çoğun iş. Abi Mevlan dep etti. Bunu bütün dünyadaki Uygur cemaatinin, Şarkı Türkistan cemaatinin gazibini kozgıdı. Bu doğruluk toxtalımız birden dep etti. Tüydü mü? 2021 yılı noyabrda Çex'nin payitahtı Prag'da DOK yani Dünya Uygur Kurultayı'nınki atalmış sayılım ötküzüldü. Bunu bir Uygur cemaatinin içindeki bir çoğun vaka. Neticesinde kandak elik verildi, o doğruluk münazırla bütün dünya cemaat arasında bu atıdı. Ben onu atalmış sayılam dep atayım. Bu bir. Hem de altıncısı. Bunu mu Mevlan dep etti? London'da içilgan Uygur Tribunal. Ben bir yerde Uygur Tribunal dep aldım. Çünkü bir yerde onun sot dep ilişinin özü nait hata. Xuddi Uygurlarni indigenous xalq deb tanıştırganda İngilizceki indigenousni yerlik deb tercüme qilganda tribunalni bevosita sot deb tercüme qilganlik siyosiy jihatdan aytgan chaqda bir xatolik bo'ldi deb qarayman. Lekin bu voqea o'zi, bu ish o'zi shu Uyg'ur jamoatidagi eng cho'ng İşinin 2021 yıldaki 10 çoğun işinin bir çoğun işi. O münayeti çoğun işi. O doğrulukma birden durup Mevlam bilen kene paranlaşamız ya cesaret şeyle bu doğrulukma özümüzün fikrini veremiz. Şu. Hem de noyabrda abi Mevlam bunu sen mi dedin mi ama o noyabr ayında yani noyabrın 28. günü diğer musaba inimiz şu bütün dünya muhaciretteki Şarkı Türkistan'ın imza toplap DOK'nun şu muhaciretteki Uygur davasını monopol kılışıga narazılık bildirip bir imza toplaş hareketine başladı. Bunu özellikle bilirse bu 2 gün aşağıda 2 gün imza toplangandan keyin 3. günü bu toxtulup kaldı. Toxtuluşunun sebebi nima? Nima uchun toxtuldi? Bu to'g'riliqni o'zimning bir ko'z qarshimda o'tirib qo'yma deb o'ylayman. Lekin bu bir cho'ng voqea deb qarayman. Bu bir. 8-si buni Mevlan'ı deb o'tgan, bu yerda qisqilgan deb o'tay. Ya'ni bu bo'lsa Amerika Kongresidan Şarkı Türkistan'a münasebetlik 2 cho'ng qonun loyihasini muzokara qilyapti. Muzakir kılıvatıdır. Bu gepimiz dikkatime var. Tehi oladın karar çıkan yeri yok. Lakin şu iki Uygurlar'a ait çoğun kanun layihasının muzakir kılışı kongreste muzakir kılışını özleyen mi şu 2021 yıldaki çoğun vakalarının birisi. Bu bir. 9'uncusu. Yani bu bazılar belki Uygurlarla anca münasebet yok dep kelishi mümkün. Lekin bunu Uygurlarning davası için ait bir
münasebetlik bir mühim bir iş dep qarayman. U bolsa şu dünya xarakterdeki Xitoy virusiningki tarqalish ahvoli. Qarindoshlar, hozir Amerikaning deb olaylik. Amerikada Xitoy virusga yuqumlangan kishilarning soni 51 milyonga yetib qoldi. Bugungi son 51 milyon yetib qoldi. Ölgen adamların sani 800 mingdan aştı. Bu 800 ming degan songa diqqat qilaylik. Bütün Amerika'nın tarixidan tortib ta bugunga qadar ölgen adamlarninki yarimidan ortiqlari shu virus orqali o'ldirilgan. Ya'ni bundan deb aytay, agar Amerika'nın ichki urush jarayonida ölgen kişilerin sanını, yani o 700 milyon tarafı. Şunu çıkarıyorduk bolsak, virüs arkalık ölgen, Amerika'da virüs arkalık ölgen insanların sanı, bütün Amerika'nınki tarihindeki yığınlısından aşkan oldu. Bu bundan. Yani dünya karakterde çok. Dünya karakterde 270 milyon. 270 milyon. Kişiler şu virüs kullandı. Buna ait için. Bu kadar Uygurlar bilen münasebeti var degan javobga men bir gapim deyli. Eğer bultu şu virüs degan narsa dunyoda tarqalmagan bo'lsa, Uygurlarninki hozirgi ahvoli boshqacha bo'lgan bo'ladi. Bu to'g'riliq ayrım so'hbat etib berish to'g'riliq topik, hamda shuni mishan deb o'tay, shuning uchun uni bir cho'ngishdim. Hamda eng oxir 10-nuqta nima degan chog'da 10-nuqta nimani belgilashni bilamadim ta bugunga qadar. O'ylashyapti. 10-nuqtaga nimani qo'yma deganda o'ylashyapti. Endi sizlarning fikringizni anglab boqaylik. Şu Uyghur cemaatiga ait 2021-ci en çoğun vakaların 10-cısı qaysi degende. Tamam. Kızım bakın şu. Yukarıda ama o işkanda bu yılki çoğun sanılgan hadiseler, vakalar üstüde kısaca dep öttüңler. Ben şu en yakınki işten başlasak. Mao bir neçe günün aldıda, tünügümü aldığım günde Mao London'dayken sot kollegiyası dep ataldı Uygurca. Sot kollegiyasındaki bir neticesi çıktı. Yani nurgun adamlarımız ya bekensirgenti, yani bu yerde bir ispat toluq emas dep erkek qirg'inchilik deydigan ispat toluq emas deydigan bir cevap çıkıp kalsa, bu dünya Uyghur qurultaydagilar çoğun bir balaga qoladi deb agahlandırganlar mıxayla batdi, ama u yerdan erkek qirg'inchilik deb bir cevap çıktı. Hamda buni qurultaydagilar bu tarixiy voqea deb tasvirladi. Ama ularninki atalmış beşi apalar onu Uyghur qirg'inchilik kuni deb e'lon qildi, yani Uyghur tarixidagi Uyghur qirg'inchilik kuni deb xotirlash uchun arjili ashta deb e'lon qildi. Hamda bu bola ashta bir kunlarni e'lon qilishga bekamroq. Masalan 2019-yilni Nag'ma Navozili deganga o'xshash hech kimning ruxsati olmay e'lon qildi. Unimi shu 9-yillar chiqqan qarorni anlagandan keyin daral bu Uyghur tarixidagi irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitishimiz kerak deb nəhayət hayacan bilan hamda xalqimizga shuni jakar dedi. Ham buni hamda Uyghur qirg'inchiligini dunyoga anglatish va hamma davlatlarni shu qirg'inchilik bo'yicha, irqiy qirg'inchilik bo'yicha muomala qilishga qonuniy asos bilan ta'minlab berdi deyotdi. Demak, cho'g'ini, ya'ni Geneva Convention'da irqiy qirg'inchilik ahdinomasiga imzo qo'ygan davlatlar, nurg'un davlatlar va noshida Xitoy borki, hamda bu devletler aşınaqa imza atkan devletler muşu sotның qararını kanuni asas qilib turib, yani irqiy qirg'inchilik qilguvchiniki jinoyatining hisobini elish kerak deyotdi. Onun mush gaplariga, mush qurultaydagilarning bu ishga bo'lgan hayajoni, tantanisi va
Şu e'lon qilishlari, masalan, qonuniy asosga ega bo'ldi deyishlariga sizlar qanday baho berasizlar? Bununca qarafka men bunun sözleyim. Mesela bu Uyghur Tribunal, bunu sot deyişki bulmaydı. Sot bile bu Tribunal degende dersi yaman tuğan. Ben akın Pidayının doğru sözlegendi, ben bunu kıskartıp hemen sözlegendim ben. Bu Tribunal'ın nurgun geplerini çoğu ilaka Uygurcaga tercim kığını bulmaydı. Mesela bizden biyologiya deyimiz, matematik, nurgun gepni şunun için aşı boyunca işletmese onu sot dep koysan abay tuğluk dep öttü, onun ait hatalık ötküzmez. Bu tribunalның birinci kıtım ötken vaktimizde ötkende şu içişiğin ötüp boğandı ki ben bir parça makale yazıp bu tribunalını nait maktıdır. Bu bir Uygurlar tünce kıtım halk arada Xitaylarni xalq arada bir normal ahvolda Xitoyni tatdi, bunda bir yerga tatib chiqdi, buning tarix ahamiyati bor deb buni birinchi qatim so'zladim. Agar buda hammamiz ansirgandik, men ansirgandim. Agar buni bular masalan erkek qirg'inchilik demay, madaniyat qirg'inchilik deb qolsa bu Uyg'urlar uchun intayin cho'ng ziyonli bo'ldi dedim. Masalan, erkek qirg'inchilik desa bir Uyg'urlarni ortiq erkek qirg'inchilik desa bizga bir assa kuchliq. Masalan, bir cherkov bo'lsin, bir masjid bo'lsin, yo bir uyushmasi bo'lsin, dunyoda har qanday bir shuni erkek qirg'inchilik desa biz Uyg'urlar uchun foydali. Bu şunun için bu yani erkek kırgınçılık yapmışıyor. Bu anda bu tribunal bunu digendin ki eğer bu kim mesela biz mesela bunu cinayet sotları açık şu kalsa şula bir paket şekilde hisa olundu. Çünkü bir yere nait köp sondaki adamlar, guvaçlar bir yere katlaştı. Nurgun bu tribunalın küçüğü olandaki Nurgun Amerika'daki başka yerdeki küçük adamlarını bu sotka ekip sözletti. Bu gap yaxshi bo'ladi. Men endi buni maqtab, yana bir maqol yozay deb tursam, shundan yoki ma WhatsApplar bo'lgan bir narsa meni yana andishga soldi. Men o'zim o'qib chiqmadim. Maviliq Uyg'ur o'rligi degan to'g'ri WhatsApp guruhiga kirsam, bu tribunalning nimasida Uyg'urlarni chiqargan hujjatida indigenous xalq deb olibdi. Uning qanchinchi bat, qancha nimalarni xalqlar rasmga tortib tribunalını sip koyuptu. Bu intayin ziyanlık. Bunu da bu indigenous degen bizden kim ben tuğanda indigenous söylegen sözleyme. Bu indigenous degen söz Uygurlarının mustakilliğini ilk başlıyordu. Bu indigenous ile yerlik millet degen iki gap, okşamaydıgan gap. Ben kim birden turup sözlep bunu ütüme, konuşturup ütüme. Şunu için bir yerde bunda bizden aldığımızda bir görünmeyen bir kapkan var mı? Dikkat kılmışsak. Bunun içinde bu indigenous degan gap qanday kirib qoldi. Bu Dünya Uyghur Qurultayının mas'uliyati. Agar buni tuzatmasa, buningdan keladigan vaqtida yomonlik yaxshilikdan ko'p bo'lib ketishi mumkin. Bu men oldida bir şey deb qo'yay, men anglayotganlarga men o'zim hujjatni oxiri bunda tekshirmadim. Ben tekşürmedim, ben köymüdüm, okumudım. Balla, Uygur örlüğü degen ben bir WhatsApp grupida şu köygen betlerini bunda kızıltıp çıkarıp koyuptu. 25. bet, 22. bet, 24. bet, şu bet boyunca net 7-8 yerde değil. Uygurlarını indigenous depto degen hüccetlerini çıkarıp koyuptu. Şunun bilen ben yazıvatkan nersemden to'xtatib koydum. Aslında bunu bir nait yanı bir medelep yazay degendim. Çünkü bir yerde bu nait xatarlik bir iş bir yerde baki. Bununla şunun için bunun qanday qaraymiz ki dünyadaki Uygurlar bunun cevap versi oldu. Endi yılaki Dolqun bilan yılaki Farhat Yorunqaş çıkıp bu 9. sani bu yılaki Uygurlarning irqi qirg'inchilik kuni degeni ular tamamen özüne yılaki bazağı sanmakçı. Bu derol bunu özüne bir bazağı köste bulanın bir qıgay tüzük işi olmagan ki muşunun bilan özümüzü kösteyli deydigan bir. Eğer onu indigenous qirg'inchilik kuni deymiz desek, onu mesela fevral vakasını demdik qirg'inchilikni başlaganda, iyun vakasını demdik. Ya Amerika'da Pompeo birinci qitim irqi qirg'inchilik deb dunyoga bu ohangni bekitib bergan, bu maqomni qo'yib bergan. Ya shu kunni demdik. Buni biz dunyodagi Uyg'ur tashkilotlar muzokara qilib, buni bekitgan narsa, o ishni bekitgan narsa emas.
Ya o işte aldıraptı, güldürgülap kutlayla özünü bazar silişki aldıraptı. Ya onu Uygurlar rad qilsak oladı. Bunu bir günü erkek kırgınçılık deysek, bunu çokum dünyadaki teşkilatla oturmuş, məsləhətləşib, oturup koyup bir günü deysek boludu dep oylayım ben. Ben oldu bilen Mevla'nın en ahırkı fikirge koşulum. Bu tribunal degeni faqatla şu bir faaliyet. Faaliyet degen nokta nazardan qaraganda o bir successful faaliyet. Çünkü o qandaqlı olmason nurgun şu nimelerni, o guvachilarni, andikin advokatlarni, nurgun xirajat qilib şu davranı saldı. Onun üstüne şu tünü 2-3 günden beri özanlar görüyorlar. BBC News deyimiz, ABC News deyimiz, CNN deyimiz, dünyadaki barlık çoğun matbuatlar şunu çoğun kölemli teşvikat kılatıyor. Bu Uygurların derdini, Uygurlar üstüden erkek kırgınçılık elip beriyotganligini bir derece tunutkan. Bırak niye? Ben Yanıl abi dep ötügenden tekitlep ötey, bu pekatla şu dünyada nöbetli buluvatkan, minliğen faaliyetlerinin içindeki bir successful olarak event. Bu ne herkes? Bayram şeklinde ötküzdiğen yer yetken yer. O bir ahmakane. Usruq gap desem bo'ladi. Men o'zimning shaxsiy gapimchi bu. Har qanday qadam men bilan basishmadi, mushtag'urlik qilma degan bo'lsa, ekranga chiqishman deydi. O bir usruq gap, o'zini setishdan, o'zini bir ish qildim degandan boshqa narsa bilmaydi. Mening shaxsiy fikrim buni farqlar shu. Endi men bu yerda men gap qaytib kelay. Yani bu to'g'riliq gap qilsam balki qaynab ketishim mumkin. Lekin men bu yerda ma'vu Uyg'ur paydonlanmaydi. Ben bir yana bir ta'kidlab o'tay, hergiz uni so'tlab olmaydi. Hergiz so'tlab olmaydi. Bunun da ben cesaret qanday fikir qaraydi, Mevla'nın şu fikirdiki, ben bugün bildim, aslında qarshi qilamdiki deb o'ylagandim. Mevla'nın şu fikir. Tribunalni alayli. Xuddi üstünümüz matematikni o'qigan-ku. Matematik nurg'un termlarni, mesela ben Mevlam bilan Şarkı Türkistan Üniversitesi'de 5-6 yıllık Viktor olganlar. Biz şu vaxtlarda muşu to'g'riliq jiq talash tartishlarni qilgan. Hamma Uyg'ur terminlarga, ingliz terminlarga Uyg'urcha tarjima qilamiz deb. Eng oxiri kelib bo'ldi matematikadagi jumladan fan texnik hamma sohadagilar terminlarninki shu mutlaq ko'p qismini bevosita ilish kerak degan qaror kelgan. Bu to'g'riliq so'zlasam endi ketaverdi uning sababini. Lekin hargiz qarindoshlar, hargiz uni so'tlab olmayli. Bu bir. Endi tuyg'un men Zumrat xonimninki shu nimaga shunchalik vaqt chiqarib, shu tribunaldan chiqargan qancha betlik, 70 betlikmi? 70 betlik hujjatini baştan ahiri bular neticeге bölünüp hepsini okup şunu tercüme qilib tushunib bir qancha narsani o'tirib qo'yibdi. Men bu to'g'riliq bu yerda to'xtalmayman. Shu yerda indigenous degan xatolik yana ashadib borki, bu xatolik gerçi ba'zan kishilar e'tirof qilgan bilan amaliyotda hujjatning ichiga kirib ketibdi. Bu to'xtalmayman. Men unutmoqchi bo'lganim, men bu ko'rmadim, o'qib chiqdim. 70lik betni boshdan oxir o'qib chiqish nima keldi, lekin men qisqartmas o'qib chiqdim. Qisqartmas o'qib chiqib, lekin internetdan oqshom bir tekshirib chiqib, browse qilib internetda bir nihoyatda yaxshi komment, yaxshilik ba'nichu bir analiz xulosasini men tarjima qilib qo'ydim Uyg'urchaga. Bu yerda menga jiqadamlar shu maslahatni berdi, to'liq siz so'zlagan chog'da yezib o'qib bersiniz yaxshiki. Siz erkin azod so'zsiz jiyalar xatolashib ketdilar dedi. Mening ayolimni to'lish gapni qilsa-chu, har qitim nim qilgan chog'da, bir yezilib so'zsizmi? Lekin men bir yezilib o'qiydigan bo'lsam, xuddi nima deyman, bir to'qchiloq odamlar ko'p qolmayki, aslida men erkin so'zlashni yaxshi ko'rgandim. Lekin men ko'pchilikning fikri qo'shilib, shuni men sizlarga o'qib beray. Buni uzun narsa emas, mana bunchalik narsa.
Tribunalın demedim mi okuyma koyduğum basam işte hatalı başlaydı. Ama 2021 yılı 10. dekabr günü Angliya'daki resmileşmeyen Uygur Tribunal Xitay hükümetini Şarkı Türkistan'daki Uygur halkı üstüde erkek kırgınçılık ilip badi dep hüküm çıkardı. Bu başkalarının gibi benim gibi demesem. Uygur Tribunal bunu Şarkı Türkistan'daki Uygur, Kazak ve başka Müslüman Türk halkıga karşılayan zo'ravonlik ve erkek kırgınçılık ayıplaşlarını tekşiriş için kurulgan bir müstakil halk mümbiri. Tribunalın maksidi delil ispatlarga bir tarafsız halda qarab çıkış ve insaniyetga karşı cinayetlerinin Xitay hükümeti tarafından sadır kılgan yoki qilganligini to'g'risida yakun chiqarish. Shu orqali davlatlar ve başka xalqaroliq organlarning kelgusida qaror chiqarishiga dalil yaratib berish debdi. Bu fakat nima deganda şu materiallarni to'plab, şu dalillarni bir kitap chiqilib, andan keyin hukumatlardan yoki boshqa organlardan, masalan xalqaro organ BDTlarni alaylik yoki Xitoyni irqiy qirg'inchilik deb itiraf qilmagan davlat alaylik, shular shu materiallardan foydalanib, andan keyin shuningga bir foydalanish material bo'ldi degan gap bor. Xo'p. Ya'ni davomli tribunalning dokladida Uyg'urlarni sistemik holda turmaga solab qo'yish va ularni majburiy tug'maslashtirish qilmishlari Xitoy hukumatining yuqori qatlamidagi rahbarlari planlagan va tasdiqlagan deb xulosa chiqadi. Buning xabarimiz bor. Şu vaqtida Xitoyninki bir maxfiy va Xi Jinping shu Sharqi Turkistondagi shu qirg'inchilikni o'zi loyilab chiqargan, o'zi buyruq tushirgan degan doklad 407 matnli doklad e'lon qilinib bo'ldi. Shu dokladni ishlatib, dokladninki rost ekanligini shu London Tribunalda bir qur yakun chiqadi. Bazılar deydi o rast yağanlığını hemmeden bildik o dedi. Ötüdü bir yer parası hemmeden bildik o dedi. Hemmeden bilmeydi bunu. Materyalini şu ameliyatta Amerika'da şu materyalini bir mezgil bastırıp durup diken. Bastırıp durup hem de en ahir nima chiqqan qandaqlarcha ayada bo'lib qoldi. Bunun jarayonlari var. Bunun jarayonlari Marco Rubio bunu sürüştürüyordu da zaten qandaq ishlar bo'ldi deb. Nima uchun bastırıp qo'ydinglar deganlarni sürüştürüyordu. Bunun keyinda nimalar? Kim bastırdı, kim orqali keldi, nima uchun bastırıp qo'ydi degan savollar bor bu yerda. Chiqib narsalar bor. Bu bir. Tribunal ziyonkashlikka uchragan Uyg'ur ve başka xalqlarga qaratilgan qiynash ve insaniyetga qarshi başka cinayetlerinin jumladan chegaradan qo'g'lab chiqarish, majburiy yetkash, turmaga solash ve erkinlikdan mahrum qilish, bosqinchilik ve jinsiy zo'ravonlik qatorliq qilmishlarning sodir qilganligini e'lon qildi. İlan qildi degan gap maydi. Mana bu e'lon qilinib bo'lgan narsalar e'lon qildi, qaytada e'lon qildi degan. Endi dokladda garchi magap diqqat qilinglar. Dokladda garchi bir qism Uyg'urlarning turmada tutib turish jarayonida unutilganligi xotirlangan bo'lsin-mi? Biroq ularning keng ko'lamda unutilganligi to'g'risida pakıt yo'qligi ko'rsatildi. Tabiat bir deb o'tay. Hammamiz bilamiz ku. BDT'de nima uchun irqiy qirg'inchilik degan qarorni chiqaramaydi deganda o'lgan odamlarning
sani qani degan gaplar chiqdi. Shu kimlar o'ldi, tizimlik nima degan savolni so'raydi. Buni irqiy qirg'inchilik qilish uchun bu bir qism advokatlarning nimasi, bir qism advokatlarning ko'z qarashi irqiy qirg'inchilik deb aniqlik berish uchun jazman shu odamlarni keng ko'lamda o'ldirilgan isbot bo'lish kerak degan narsa bor. Mana mayada shuni isbotlanmadi. İspatlanmadı degan xulosani chiqadi. Bizim shunchalik Uyg'urlar ashyaga berib, guvoh berib, nima qanchaqda berib faqat nimani isbotlabdi deganda bir qism turmadagi Uyg'urlarning o'ldirilganligi isbotlandi. Keng ko'lamda endi buni massacre deydi-ku, mass execution degan narsa asli buni degan narsa chiqdi bu yer. Shu gap endi dokladda mecburi ve başka kıldaki toğut teklaş usullarının Xitay hükümetinin ırkı kırgınçılık mudasının tesirden kelip çıkanlığı yakınlandı. Dokladın ahirki yakını eğer hukuk meselesi hakikaten umumlaşkan olsa o umumlaşkan vaziyetimiz bile maskildo dedim. Bir de bunun demek yoğunu benim düşüncemce buradaki eğer şu hukumlaşkan olsa bizning ma yakun chiqarish nimalarimiz bor hukumlashtirilib bo'ldi degan shunda bir yakunga. Uni Okay. Tribunal her qaysi davlatlarni, xalqaro organlarni va ommaviy tashkilotlarni o'z majburiyatini ado qilishga va dunyoning har qanday yeridagi qarindoshlarning behuda azob uqubatlaridan yiroqlashmaslikka chaqiriq qildi deb. Chaqiriq qildi. Xitoyni Amerika, Angliya, Yevropa ittifoqi va Kanada hukumatlari tarafidan xeyli burunlar kishilik huquqni yığır ve sistemli kalda depsendi qildi. Irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb qaror chiqarib bo'lgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotimi bo'liq Amnesty International kishilik huquqni kuzatish degan tashkilot. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan hareketinin insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi mumkinligini o'ttirib qo'ygan. Biroq Xitoyning diplomatiya ministrligi mazkur tribunalning yakunini siyosiy aqlsizlik deb atadi va irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi ayblashni qattiq rad qildi. Mana haqninki bir bergan bahsi, men shuni o'qib o'tay, o'zimninki deb o'tdim. Gapimni shart to'xtatsin qilay. To'xtatmasam men bir gap qaytib aytay, ya. Mana nimacha bu Uyg'ur tribunalda men aksa hammanglardan shunda men maqol yozib maqtanғы buningda ma irqiy Uyg'urlarni indigenous degan gap yo'q. Bu yomon xatarlikka so'zmoqchi, uni ishga kirgizib qo'yish. Bunun hücceti de şu bak. Şu hüccette şu gap ben o mağum tuğluk resmi hüccetini okup çıktı karısan. Ben avaylık nimedeki WhatsApp gruptaki hakla biz koyganıl davatı ben de. Ya ben okup çıktım ama kıskartmışını okup çıktım. Okup çıkan neyken yani yapım batı. Indigenous diyen gap bunun içinde bolsa bu biz Uygurlarga gay vaxtıda bunundan keldiğin zihni paydasından köp olup gitişi mümkün. Bu indigenous diyen gap çıktı Uygurlarning mustaqil bo'lish yo'lini itibiydi. Çünkü hazır mesela Amerika'daki indigenouslарға, Avustralya'daki xalqlar burun indigenouslар qirg'inchilik qilgan, ularning mustaqil qilgan huquqi yo'q. Bu to'g'riliq tuanda so'zlab o'taman. Bu nayt xatarlik bir so'z. Buni Uyg'urlar intayin diqqat qilish kerak. Nemishqa mushu gap ashaga kirib ketdi. Buning mas'uli kim? Buning mas'ul. Dünya hukuku elbette bunun mesul. Buni Uyg'urlar javobgarlik tortish kerak bu masalani. Uyg'urlarda bunun shu men mushuni deb qo'yib, mushuni qisqartirib o'tib ketay, bu nihoyat bir xatarlik so'z kirib ketdi uning ichiga.
Yani diyeceğim şu indigenous degan keçirseniz indigenous degan gapni mushu 2008-yilları şu vaqtlarda mushu tashkilotlar orqali o'ttir qo'yildi degan gaplar jiq bo'lib ketdi. Endi keyin mushu yaqinda mau dunyoviy raisi chiqibmi ashada inkor qildi. Nako, uni men undaq o'ylamayman dedi. Endi u o'zining shaxsiy inkor qilishi mau tashkilot vakolatdan inkor qilishimi uni uqmadim. Agar Dolqun Isa efendim agar o'zi degandek indigenasni e'tirof qilmayman, Uyg'urlar indigenas emas deydigan bo'lsa, shu xatolikni tuzatish vazifasi shuning beshiga atildi degan gap. Boshqalarga ishtirish istamaslik kerak. Boshqalarninki 2009-yilda boshlagan ishlar bo'lgandek albatta boshlanishini deganlarni surishtirish kerak. Lekin hozir nuqtalik masala nima deganda hozir xatolikni darhol tuzish kerak. Bu tuzatmaydigan ben Mevlam bilan bununla 100% qo'shilma. Bu Sharq Turkiston davosiga bo'lgan satqinlik. Bu xuddi vaqtida 1946-yili 11 bitimga qo'l qo'yganlikdek bir xil xiyonat, jinoyat Sharq Turkistonning mustaqilligini shu mustaqillik erkin to'xtatishga bir cho'ng urinish bo'ldi. Gapim tugdi. Ama indini sırf to'g'riliq birdan tafsili so'zlay qani mau sening kun tartibini buzib o'tmayman. Jasorat. Bu sotni xalqimiz nihoyatda yaxshi adil qaror chiqadi deb qo'shmagan holatda bu indigenous degan gapniki uning yozilib qilishi ham bir emas nurg'un yerda yozilgan gapga bu indigenous hamda bu BDT'da Uyg'urlar indigenous qilibdi bular deb g'azablanib o'tganda mau sot kollegiyasininki bu tribunalninki indigenouslar deb yozishi bu alayda bir ahvol. Yani bu siyoset bilan munosabatimiz yo'q deb turib qanday bo'lib Uyg'urlarni bir emas 10 necha yerda indigenous deb yozdi. Buni qarorni ular ko'mdimi masalan shu qurultaydagilar shu tribunalni uyushtirganlar ko'mdimi? Ham yaqindalar buniki beshvogan kava Amerikaga berib bu ishning indigenous deb atashgan xatoligini o'zi e'tirof qilgandi-da. Ama şu karar çıkıştan burun ular köydü mençe kararını aldın. Körüp durup bir inkaz kılmadı mı? O bir sual. Ondan başka ben bir nesne gösterip ötey. Bu nemeden keyin bu tribunal ayaklaşkandan keyin Radio Free şu Erkin Asya Radyosu'daki Alim Seyitov şu baş sotçu atalgan Nice Efendi, Jeffrey Nice Efendi'ni ziyaret qildi da bu. İngilizce yani Uyg'urcha emas. Qiziqarli yeri bu intervyuniki Uyg'urcha berilmagan, faqatla inglizcha e'lon qilingan. Nima deyilgan deganda bu nima so'rabdi Alim Seyitov. Today the Uyghur Tribunal with your leadership has declared that China is committing both genocide and crimes against humanity. What are the implications of judgment dedi. Yani bugün insaniyet karşı cinayet ve erkek kırgınçlık deb e'lon qildinglar. Bu sotdan keyin bu sotning kuchi qanday bo'ladi deb so'raganda Nice Efendi javob berdi. Ama o'qimay inglizchani o'zinglar ko'rasanglar bo'ldi ekranda bor. Nayt ro'shanki bizning qilayotgan ishimiz agar buning natijasini ba'zi universitetlar, tijoratchilar va nimalar, ba'zi sayohat shirkatlari anadan keyin undan boshqa beshi deganda ba'zi hukumatlar ya'ni bir qonuniy asosda qo'llansa xo'sh bo'lamiz debdi. Terrific debdi. Ammo gapning o'chig'ini qilsam, men gapning beshiga kelsam, hozirgacha bu Uyg'urlarga bo'lgan shu hozirgi shu qirg'inchiliklar ommaviy so'rinda bir isbotlari bilan bir
adamning qoyil qilarlik darajada hamma sifatni biriga akilib dunyoga anglatilmagandi. Biz faqat mushu bo'shliqni to'ldirdik dedi yani. Yani ilgari bizning da'vochilar isbot berganlar, lager shohidlari ayrim yerlarda masalan isbot berib anglatganki, bizning qilgan ishimiz mushu hammasini biriga akilib dunyoga ularning og'zidagi isbotlarni elish orqali mushu bir bo'shliqni to'ldirish. Bizning qilgan ishimiz faqat shu debdi. Demakchi, endi bu odamning gapidan aytganda, Nays afandining gapi bo'yicha aytganda, bu qurultaydagilar hayajonlanib ketgandek bir qonuniy kuchi yo'q, ya'ni. Bu bir haqiqiy sud bo'lgan bo'lsa, masalan, ICC, ICJ ga o'xshash haqiqiy dunyo e'tirofiga sud bo'lgan bo'lsa, uningki qonuniy asos bo'ladi bu hukmnikida ham jinoyatchini jazolash kuchi bo'ladi. Ammo Nays afandi deydi, bizning qilayotganimiz faqatla mushu hamma isbotlarni bir yerga akilib, dunyoga isbotlar bilan anglatish bir fursatini yaratib berdik deydi. Hamda bu odamning bergan javobi, bu boshlovchi atalgan kishi bu asli advokat odam-ku. Mushuning bergan javobi shu. Bu Olim Seyitov Radio Free Asia'ning muxbiri Uyg'urchaga berib qarsanglar tantanalar yani. Balki qurultayning bosh qurg'uvchilaridan tortib atalmış mutaxassislarigacha bu tarixiy ahamiyatga ega, bu qonuniy asosni yaratib berdi. Hamma davlatlar mushuni qonuniy asos qilib turib, Xitoyni jazolash kerak degan gaplarni qilyapti. Ammo inglizcha intervyuda Mao Nays afandi aniq debdi, bu qonuniy kuchga ega bir nima emas. Agar hukumatlar va shirkatlar Xitoy bilan muomala qilganda mushundan foydalansa biz xush bo'lamiz debdi. Ammo nimishqa? Radio Free Asia Uyg'ur bo'limining boshlig'i bo'lgan Olim Seyitov buni Uyg'urcha tarjima qilib, Uyg'urcha bet qo'ymadi. Agar erkak bo'lsa chiqib javob bermoqchi bo'ldi. Uka qara, bunichi ma tribunalni buni moral verdict, legal verdict emas bu. Moral degan mesela nimdat qilmas axloqiy qonun. Bu qonuniy qonun emas, jinoiy qonun emas. Endi o nima o Olim Seyitov shu ilaqa bor. Erkin radio stansiyasini o'sha ilaqa dunyo Uyg'ur qurtini tashviq qildiganlar bir tarafbozlik bo'limga aylantirib o'tdi bu. Olim Seyitov kirgan yoqi burun bu Dolqin Aysa bu vaqtida asosiyatdan buni obyektivligini saqlab qolgan. Dolma Olim Seyitov kirgan yoqi bu erkin radio stansiyasi bu Uyg'urlarning ichida tarafbozlikni raqobatlantirgan bir tashkilotga aylantirib o'tdi. Buni obrazligini yo'qitib qo'ydi. Obrazligini yo'qitib qo'ydi nim kirgan yoqi. Shuni Mevlan, bir gapni qisib qo'y, esimni chiqitgandichu, qara esimni chiqatkicha. Mana bu Olim Seyitov apandichu, men ma gapni deyotay, men jiqlarga degan ikramning oldida tunji qitim deyapman. Dolqun Qambir apandiga selishtirganda, Dolqun apandining nima deymiz endi og'zimni buzg'im kelyapti, rost gapni qilsamchu. Dolqun Qambir qanday qilmoqsinchu? Boshqa ko'zga o'xshamagan ko'z qarash bilan ancha-muncha chiqib so'zlatdi. Olim Seyitov apandi har qanday o'xshamagan ko'z qarash odamdan so'z etkazmaydi. Faqat bir oilaniki buyrug'i bo'yicha ish qildi. Bu oilaning kimligini men bir yer deb жүрмейman. İsmini attig'im yo'q. Men birinchi davatdim. Shu bir oilaningki to'liq kontrol orqali ish bajardi. Men o'zimni shaxsan o'zimni olay. Radio Free Asia'ningki qurg'uvchilarining birisi men. Uluq Abdurazaq shuningda yo'q deydigan bo'lsa, har qanday chiqsin, men ekranda jasoratning to'g'rilandi, Ahmad Bidoyning to'g'rilandi, men isbotlarni ko'rsataman. Men shuningdan boshlab Radio Free Asia'ning har qanday uzun yillardan beri, ta Olim Seyitov o'rniga chiqqandan beri Radio Free to'xtamay menga ko'pim berib turadi. Voy to'liqqa ishga gap qilamiz deb. O vaqtlar so'zlagan odamlarni aytib asdi. Arlab o'ylan chiqib so'zlaydi. Men chiqib so'zlab qo'yma. Ya'ni Sho'krat Said Ahmadmi chiqdi, ya'ni ba'zilari chiqadi. Qanday qilamiz o'xshamagan fikrlarga chiqadi.
ba'zi bir gaplarimizni debdik. Men shu vaqtda shundan norozi edim. Mening bir norozi bo'lgan yerim, men Sharq Turkiston deb olsam, ashadagi gaplarimni Sharq Turkiston degan gapni o'zitib boshqa yerdan olibdi, xuddi meniki gaplarimni ulashtiriblar, edit qildi, edit qilib ulashtiribdi, xuddi menimi bir avtonomiyachi qator kirgizgandek ishlarni qildi. Shuni bilan men klipim berib RF'ga klip mening gapimni agar to'liq chiqirimiz deydigan bo'lsanglar chiqiringlar, bo'lmaydigan bo'lsa qisqartib so'zlamaydigan deydigan. Herkes men uymayman deb shuni bilib ketdim. Aldım tesitop efendim bilgiye kadar birisi okşumagan fikirdeki birisini sözletkizdim o. Demokratik prinsip ol merketti. Regioninki bir taraf turuş prinsipi merketti. Şu soğanlık tokuş. Ben şunu da dedim mi? Şu kanunni müşahede olsak oldu. Nimdep aşine bu kadar bu Uygur tribin olgan nimdep bakasım buldu dep şu abayak ettiyakma oturup oylav etip menin deginim şu bu bir moral verdict, legal verdict emas. Bu da bu. Yani o erken Asya radyo stansiyo bir alım saytının o balı bir mında bir alım saytının bir hukuk kolu kes özünü bilmeydiğin bu kalganlı bir balı ki o endi. Ya bu taraftan çık ketmeyli bu tolarak. Gapni kaçırvatsak bu. Ya endi mazıl nimiz 2011 yıldaki vakalarni so'zlamoqchi bo'lgandik buningga tushib kelsak yomon uzrab ketamiz ekan. Meni ko'z qarashimda hozir so'zlaydigan narsa 2021 yilda yomon jiqga. Qisqa o'tkazsak masalan bularning masalasini so'zlab kelsak necha soat ketadi ekan. Endi meni deganim men endi mishadi ufqa ruxsat qilsam Jasorat Ufka. Men 2021 başta to'liq deb ketgan ishlarning birinchisi bor. Men shuningdeki birinchi ishni olimpik vaqasini, olimpik Amerikasini shu to'g'riliq qisqa bir o'zimning ko'z qarashini so'zlab o'tib ketay. Bo'lamda? Bo'ldi gap qil. Masalanga bu Amerika bir nechini qildi, qonunlar to'g'risida to'liq so'z bo'ldi, shu Washingtonda bo'lgan ekan. Mau olimpik endi Uyg'urlar boykot qildi, uni Uyg'urlar boykot deymiz, to'g'rimi Uyg'urchada? Endi boykotga qara, odatda 4 xil bo'ladi ekan. Birinchisi full boykot, to'liq boykot bo'ldi ekan. Bundaq boykotda hukumat, san'atkorchilar, amaldorchilar, tomoshachilar, har qanday hukumat a'zosi hech kimni avitishdan rad qildi, hech kim bormaydi ekan. Buni full boykot deyotganda to'liq boykot deb tarjima qildim. Masalan, bu qachonda 1980 yili Amerikaning prezidenti Jim Carter Sovet ittifoqining Afg'onistondagi harbiy majburlikqa norozilik bildirib e'lon qildi. Shu yili Amerika Sovet ittifoqidagi olimpikga qatnashmoqda. Butunlay rad qildi. Uning 3 yil uchun 1984-yili Sovet ittifoqi 3 yil Amerika men turgan Los Angelesda bo'lgan olimpikni full boykot qildi. Yaqin zamonda bo'lgan ikki cho'ng boykotmuş shu. Bu bizning budoq ittifoqimiz emas. Budoq ikkinchisi bizning ittifoq diplomat boykot. Bu diplomat boykotda tantarbiyalab qatnashaverdi ekan. Tomoshachilar boraverdi ekan. Hukumat Amerikadagi konsulxonalar ashadagi bu san'atkorchilarga qo'g'dash ishlarini ilib boradi ekan. Qolgan bo'lgan har qanchadagi diplomatlik har taraflardagi yordamini qilaverdi ekan, lekin har qanday hukumat va diplomat vakillari qatnashmaydi ekan. Albatta bu to'liq boykotda kuchli bo'lmaydi. Bu to'liq boykotda kuchli bo'lmaydi. Amerika qo'mondonisining a'zolari va xizmatchilari yana Amerikaning Xitoydagi konsul va diplomat bexatarlik yordamiga erisha oladi. Lekin bu boykotning nima ta'siri bor? Buning qanday Xitoyga ta'siri bor, bizga qanday foydasi bor degan masalaga kelganda, odatda bunda san'atkor olimpikda iqtisodiy kirim 3 tarafdan kiradi. Biri bilet setish, biri sayohatchilardan, yana biri e'lon commercialdan. Almasan hozir bilet setish uchun pul kelmaydi. To'g'rimi? Xalqlar bilet setilmaydi ancha. Tomoshachilar bormaydi.
kesel meseleden olsun bağmaydı. Anga Xitayning asas kirimi e'lon qilishdi. Masalan, mush Amerika bultoqi oldingi qishliq olimpikni Amerikada berish uchun mush NBC, mush bir kanal NBC'de berish uchun 400 ming 400 billion dollarga e'lon qilish huquqini ilib oldi, kashin taqtish huquqini. Endi Amerika manda boykot qilgandan keyin nurg'un shirkatlar bu yerda uningga pul chiqarishni xohlamaydi. Uning pul chiqarishni xohlamagandan keyin masalan NBC Xitoydan uni sotib olishga pul yetmaydi. Bu jihatdan Xitoyning iqtisodiga zo'r zarba beradi. Budaki o kişilik olimpikten kirdiğen birden bir pul mənbəsi muş ilan qilish orqali hamma davlatlar tarqitish huquqini setish orqali bununla çoğun ta'sir qilish mumkin. Hozir bo'layotgan mushu hozirda uningki siyosat jihatdan albatta bunun siyosiy ahamiyatini yaqinda Xitoylarning bir siyosatchisi buni mandaq deb yozibdi. Amerika tunji qatim siyosiy jihatdan Xitoyga bo'lgan qaytarma hujumni o'ziga foydali jihatga burilish nuqta qildi debdi. Necha vaqt iqtisodiy jazolarni ilib olgan bo'lsa, men Xitoyga mangan siyosiy jazoninki tunji qatim Xitoyning mag'lubiyat bo'lishiga qarab buriladi deb baho beribdi. Buni siyosiy ahamiyat. Shuning uchun bu olimpik ahamiyati nihoyat cho'ng. Gaybirlar bor, buni nima ahamiyati bor? Buningga xuddi ya Amerika chaqirmasa o'zlari bormayman degani, xuddi bir odam seni mehmonga chaqirmasa, men o mehmonga bormayman deganga o'xshash gap deb bir masalaning tigiga tushunmay so'zlaganlar bor ekan. Buning ta'siri nihoyat cho'ng. Buni Uyg'urlar bunga nihoyat xush bo'lsa bo'ldi. Ondan keyin yana bir yeri buningda yana bir Xitoylarninki, Xitoy olimlarininki suhbatni bir ko'rib chiqdim men o nimada. Ular deydigan yana bir yerda Beijingga borgan tanatkachilar. Bularni Xitoy cheklanmaydi deydi. Bular har yerlarda o'zininki Xitoyga bo'lgan so'zini ko'z qarshini so'zlaydi deydi. Eğer bular mesela badalar çıkkanda, bir yere çıkkanda Xitoyninki mushu diktator to'g'riliq so'zlab qolsa, Xitoy hukumatiga intayin cho'ng zarba bo'ldi, xalq ichida deb deydi. Meningki olimpikka, mana bu meningki eng cho'ng voqealarning biri bo'lgan olimpikka mening tushuncham mushu bo'ldi. Men mushunchalik tunishtirib o'tib ketay. Shuningga buningga nihoyat xush bo'lsak bo'ladi biz. Tamam. Hamda bu olimpik vakası hazır madem köngül bo'layotgan bir mesele. Bununla Mevlankan bir yaxshi tushuncha berdi. Uyg'urlar arasida hazır talash tartışib bo'layotgan hammadan köngül bo'layotgan meselelerning yana birisi Dilyar efendim, Dilyar Musabay ikramı chiqib Uyg'urlar arasida ikki qanot bo'lish kerak ekan. O'ng va so'l qanot bo'lish kerak. Hazır ala özünün mahiyetini aşkarlap oldu ama atalmış kurultay degenler. Bular hakikaten milletinin nimiz irasıga qat'iy vakillik qilolmaydigan g'ayri insonlar ya bular indigenuslar qurultayı deb atadi xalqimiz ularning qurultayini. Yana hozirgacha adam aldashni to'xtatmayapti. Shunga ulardan umidni uzib, biz bu haqiqiy vijdonli Uyg'urlar o'ng qanot bo'lib shakllanishimiz kerak deganni o'tirib qo'ydi. Bununla xalqimizniki inkası nihoyat qizg'in bo'layotdi. Mushu yoqda o'ylaganlaringlarni bir anglab baqsak. Mevlan sen demse yani. Sizler, men abay sizler buldum sizler. Növbet geldi. Ya bu to'g'riliqcha bu o'ng so'lga bo'lmish degan narsani yomon kechikib bu o'tirib qo'yilyotdi. Aslında bu o'ng so'l degan narsa biz mana Mevlan mayda o'tiribdik, biz Amerikada 30 necha yildan dastlabda kelgan chog'da o'sha ikkiga bo'linib bo'lgan. Ham keyin shu 30 necha yildan beri bizning avvar bo'lib yurgan nimamiz nima deganda, haliqi bir yerga kelanmaydigan avtonomiyachilar bilan mustaqilchilarni bir yerga akirimiz degan xato yo'llardan nurg'un vaqtlarni isrof ketdi.
Bu to'g'riliq men bir 2 soatlik leksiyani tayyorlab qo'ydim, yozgan maqolamni tayyorlab qo'ydim. Men keyin yana bir ekranga chiqqanda shuni so'zlab tushuntirib bersam bo'ldi. Bu Amerikadagi shu Uyg'ur davosining tarixi bilan munosabatli kishi bo'ldi-ku. Bu yerda Mavlon, men, Shuhrat Saidahmad, Erkin Sidiq, Ferhat Yasin deymiz. Bu nurg'un shu vaqtda biz 10 necha 20 dak cho'ng ziyolilardanlar bizni biz nima bo'lgan ekan ziyolilar shu vaqtda cho'ng gavda bo'lib shu vaqtda ikkiga bo'linib bo'lgan. Bir qismlari shu Xitoy bilan ranjitmasdan avtonomiya topmoq diye o'simni oliy avtonomiya topmoq diye keyin Uyg'ur degan atalg'ini ishiltib nimqmoq diye ashtaq qilib bir nimalarni qilib yurdi. Yana bir tarafdagilar qanday bo'ldi deganda biz shu taqobil turib Sharq Turkiston mustaqillik deganda hozir ba'zilar uni shuarlar deb qo'yib qoldi. Inqilobga shuar lozim. Bir shuar bo'lmaydi. Sen agar avtonomiya degan shuar qilib sen mustaqillik qilma deydigan bo'lsang, u mumkin emas. Mustaqillik faqatla mustaqillik shuari orqali amalga oshadigan narsa. Biz demak shu nurg'un vaqtlarni buni isrof qilib, ashunga ketdik. Asli allaqachon bo'linib bo'lgan. Bu unsur degan narsa allaqachon bo'linib bo'lgan, shunga davomlashyapti. Ba'zida mustaqilchilar biroz ko'tarilgandek qildi, ba'zida sal jimiqqandek qildi, lekin bu jimiqish, ko'tarilish bularning hammasidan-ku nurg'un sabablari bor, omillari bor. Ularni deb o'tdim-ku, ikkinchi 2 soatlik leksiyarimda to'xtadim. Shuning uchun menimcha bu umuman bir ko'z qarashda bo'lish kerak. O'ng so'l chet chegiradigan Rusyan ayirish kerak. U demokratiyaning prinsipi. Amerikani olaylik qaranglar. Men prezident saylovlariga jiqarlashgan odam men bilmayman bu yerda. Amerikada bir prezidentni men shu 30 yildan beri bir prezidentning 60% bilan bir nimaga egallab ketganini men yo'q undaq tarix bo'lmaydi. Har qatlam mushtaq bas munoziralar bilan bir-birisine shu ultagichdek haqorat bo'lyapti, hamma nimalar bo'ldi. Jidal nimalar orqali eng oxiri Amerika yanada dunyoda eng qudrat davlat bo'lib ketib bordi. Yanada eng qudrat davlat Amerika degan. O demokratik prinsipda bölünüş degan şart. Çünkü bir diktatör tuzum emas. Shuning uchun men bir gapni qistirib qo'yay. Men abay do'xulninkini atalmish saylam dedim-ku. U yerda Mavlonga bir qatim chiqib dedi, men nurg'un yerlarga degan. 6-7 oydan burun kimning u yerga chiqadiganligini hammasini biz bilib qo'ygan. Bütün Amerikadagi har qandaqni ko'chadagi birsini tutib olib, bilatdim deb javobni berdi. Uni yana odamlarni to'plab apirib, saylam o'tkazdik, ondaq qildik, mandaq 100% bilatni bilan oldik. 100% bilat bilan olganni o saylam demaydi. Çünkü cemaat o'zi degan ikkiga bo'linib qo'ygan cemaat. Hozir Sharq Turkiston mustaqillik qilishni qilganlar ojiz deb ko'rinayotgan bilan Dilyar Musoba ilimizniki imzo to'plash ahvolini ko'ryapsizlar-ku. Sen matematik o'qigan, jasoratni matematik biz bo'lamiz-ku. Son haqiqatni bildi. Dilyar Musobaning umisi qapiqni hozir 13 ming odam ko'rdi. Bizninki mana hozir qancha odam ko'ryapti? 50 odam beryapti. Qancha odam barmoq chiqara oldi? Chiqara olganlar. Lekin nimaninki Dilyar Musobaninkiga barmoqdan to'yizdak bor. Kommentidan to'yizdak bor. Share qilgandan to'yiz yaqin bo'ldi. Ko'rgan odamlarning soni 13 ming. Bu 13 ming deganim faqat Facebook'dikisi. Uzanlar desem hozir degan sosyal media davrida uninkini ulayotgan, shu WhatsApp ulayotgan, YouTube ulayotgan, qancha odam bordi? 100 ming odamga bir bo'ldi. O'tganda men bir komment yozib qo'ydim, buni 100 ming apirmiz desam, ba'zilar voy 100 ming degan yomon cho'ngsango deb ketdi. 100 ming bo'ldi. 100 ming bo'ldi. Chunki bir odam barmoq chiqarishning o'zi shuni qo'llaydi degan gap bo'ldi.
Менің мүшелепімді қазір қолдайдыған болсам, бір бармақ шықырды. Шықырамысың мейлі? Шындақ қой, шықырамысың қолдымы де демейме, лекен геп маңыңдың сан әкиқатын сөзлейді. Bu to'g'riliq postyarim meni qo'ldiga deymi? Postyarim meni qo'ldiga deymi? Meni qo'ldi endi. Boshqa temaga o'taylik. To'g'riliqqa deb o'tdi. Hozir ma uchimizniki o'rtoqligimiz borki, 3 yilimiz matematikada o'qitdik. Ali maktabda. Matematika o'qiganlarning bir yeri beyni biydatmas. Shundaqmi? Beyni ishki demaytmiz. İspat nima bo'lsa shuni so'ylaymiz, yaqinga qilmaymiz. Shundaqmi? Tamam, unda bo'lsa to'g'riliqqa matematikchidan men bir so'ray. Hozir shu o'ng tarafni qurish ishida shu hukumatning ishi jiqroq tilga ilindi. Aslida bizning haqiqiy bir hukumatimiz bo'lgan bo'lsa, boshini kuchlantirgan bo'lsak, bundaq chechlang'uliq bo'lmaydi, da'vatida xalqimiz. Sen bu hukumatning bir a'zosi. Ama nəhayət əfsus bu hökumət neçə parça olub getdi, xalqımızın nəzərdən düşüb qaldı. Əmdi sən 100 yıl sonra beyni bidətmiz emasma? Ma o o'ng qanotni qurishda bu hökumətkilərin rolu çoğ. Bu şu sizlərdəki şu egiz-pəslikni, şu qalaymaqqançılıqni qandaq o'xshaymiz? Qandaq o'ylayapsizlar? Nima planlar bor? Shuni bir anglab baxsaq. Bu yerda bu savolga men bugun beri o'tirib javob beramayman, lekin uzun nima ketadi-ku bunga. Mening ama qisqa sana berilgan javobim bu yerda xotirjam bo'linglar. Butun dunyoda Sharq Turkistonlik qarindoshlar xotirjam bo'linglar. O'ng qo'l, so'l qo'l, avtonomiyachi, mustaqilchi degan chigarachi iliq. Mustaqilchilar mushu uzun yillardan beri müstakilçilerin beşik kelgan şu to'sqinlik ashlarni yengib chiqadigan bo'lsa, biz allaqachon birlikka kelib bo'lgandik. 2004-yilda Sharq Turkiston sürgün hukumati Washingtondagi Aqsaroyning oldida jakolanganda o'tganda Mavlon deb o'tdi-ku deyman. Mavlon deb o'tdimi, Dilyar deb o'tdi. Nerede jakolagan uni? Kom binasının ichida jakolagan. Enver Yusuf efendim şu vaqtda mumkin, şu Amerikaga şu vaqtda qanchalik odam kelgan? 200 dan ortiq Amerikaga to'plangan şu vaqtda qurilgan chaqda. Eng oxiri şu Enver Yusuf şu chiqqandan keyin sol tarafdagilar qattiq zarba hujumlarni boshlab Enver Yusufni yakka holatga tushirib qo'yishga urindi. Bunun akıdaki işler acık şunu için ben biraz cık toxtulup yapmayayım. Demek çoğunum bir ağız gap. Biz müstakillik bayrak astıda biz ittifaklık, biz birliğimiz var. Sabır kılınla, kütünla az günden keyin bu bir ne deyimiz resmiyet cihetdeki birlik mi buludu. Uzun küçtemdik ya ki uzun sözlümamdı bu işler. Onunla ben birini bilemeyim. Çünkü ben bir deydiğin adam bana işte sanlıq malumatla nemeler kelgendiki lekin şu yönünü qarab ketip bardı. Abay Dilyar Musabayını bir dep attım. Hazır qarindoshlar. Sizlar agar şu muntizim nemeler qaraydigan bo'lsanglar, xuddi avtonomiyachilar qanchalik kuchlanib ketgandek ko'rinsizlar. Avtonomiyachilarning çok iqtisod manbai bor. Bu iqtisod manbai Xitoydan keladi, Tayvandan keladi. Amerika'nın hükümetinin işçiden mi var? Bu iqtisod manbalar bo'lg'achqa ular ko'tarilgandek qildi. Abay men deb o'tdim ku, mening mush gapimni radioda so'zlab qizalamdi. So'zlab qizmaydi. Albatta so'zlab qizmaydi. So'zlab to'g'liqqa deb olim inimiz. Bana telefon berib to'g'liqqa chiqib so'zlab baqqinan, meni seni intervyu qilib baqay desa, meni sen deydi u. O'zidan so'rab baqagan, meni sen deydi u. U olim Seytonning Amerika qandoq kelganligi, qachon qandoq shu o'ringa chiqqanligini men 5 barmog'im degan bedak bilman. Meni chiqib to'g'liqqa nima uchun shuni qarshi qilsa deb meni bir intervyu qilib baqsin, agar demokratik prinsip bo'ldigan bo'lsa, men tayyor, qachonli bo'lsa tayyor. Hozir telefonda hozir chiqa olmayman. Lekin gap boshqa ketib borda, sening suolingga suoling nima deydi? Yani qaytalaytab, ikkinchi suoling.
Yani halkımız şu bu bir uluk namçı bu sürgünlük hükümet degen. Muşu azıqı çeşilanğa altınlarga bir xatima berilishini bekmi arzu qılıdı. Muşunga uzun vaqt ketem da şu işning tüzülüşüge degan savoldi. Ya bu hamma şu hükümet, yani hükümet deyman, hükümet bir. Herkes bu bir qancha hükümet yok. 2004-yildagi qurilgan Sharq Turkiston sürgünde hükümetin hazırki hamma nima deymiz? Hükümetin tarmaqlari deb qo'yay, 4 tarmaqlar itiraf qildi. Bu yerda bizlar yana birisi nima deganda Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish degan bayrog'imiz aniq. Bayroq nishon aniq bo'lganligi ishlamaymiz. Endi bu konkret deganda men yoshlardan cho'ng umid kutaman. Yoshlarning chiqishini, yoshlarning shu haqiqiy shu Tibet sürgünde hükümeti kurup çıkışını ben arzulayman. O gibi anlamda düşünsek oldu. Yani bu yaşlar hükümetin kayıt kurup çıksın demekçi misin veya ki birlik kurumuz demekçi misin? Ya o hazır birlikte kurulmatıdı devatime. Birlikte çıkılmatıdı. Bu ceryanlar degen şu bu hazır sürgün hükümet kırımdaşlar. Bu çoluk sürgün hükümet degen neme degende bir noktası neme degende şu Sharq Turkiston hükümetininki to'xtamay davomlashayotganning o'zi bizning hammamizning bir cho'ng töhfisi yashadi. Ammo bir gap deb davom qilgan bo'lsanglar bakma yaxshi bo'ladi-da. Albatta uni men arzulayman. Shu har qanday vaqtida agar meni chaqirib mushtaq mustaqillikni asliga keltiradigan tashkilotlardan mishadi birlik men tayyor. Men qachon o'z tayyorman. Tamam. Ya bu temada o'tib ketaylik. Bizning arzuyimiz shu bir necha degan gap o'zgarib birga o'zgarsa, yana burun men ko'ginim Amerikaga bordim, sizlarning yig'ininglarga ashada shu nayati ichinchi ahvollarni ko'rgandan keyin hozirgacha yurgim og'riydi. Ashta ahvollar bo'lmagan bo'lsa, xalqimiz cho'ng umid kutadi-da bu hukumatdan. Ama bu ahvaldan tezroq o'ngishilishini, chunki men yoshlar bu ishni boshlab mang'anaganda qildi, ya'ni mush o'ng tarafdagilar biz hammamiz o'ng taraf qudayman. Mush hammamizni bir yak akilimizda kuchayotdi yoshlar. Shunga qo'limizdan nima kelsa yordamda bo'lishimiz kerak, tam kuchishimiz kerak bu ishga. O'ng tarafni qurib chiqishga. Endi ufka michanni to'xtatib, ikki xil gap qistirib qo'yishinglar, so'zlab ketdinglar qarshi. Qara, bu o'ngchi, so'lchi deb ayrışmıcı bir mücmellik. Amaliyotda Uyg'urlar uch xil ayirsa mustaqilchi, avtonomiyachi deb ayrısı bo'ladi. O'ngchi, so'lchi degan bir nayt mücmel tuyg'u. Masalan, shu birinchi jumriyat, ikkinchi jumriyat hammasi mustaqilchi, avtonomiyachi deganda mustaqilchilarda asosiyatdan kushunmay vayron ketgan avtonomchilar g'alaba qozongan. Yaqında meni shunday bir meni qiziqtirgan bir narsa, men Gollandiyada deyman, Tursunjayda deydigan birisi qurultayga berib erkin altikamni suhbatga qildi. Suhbatini mush erkin altikamlar qilgan suhbatim deb to'rlarga sapdi. Men erkin altikamni og'zidan anglamadim ashuda. Erkin altikam degan nim debdi desang, biz bu DDT'ga bir mustaqil dallanmaymiz. Sizlar deydiganlar o'zinglar tashkilot qurib danglar debdi. Endi bu gapni dehqon tilida menga o'xshash dehqon odamlar qanday tushunmas desak, biz mustaqillikni sotadiganlar sotaveramiz, mustaqil deydiganlar davringlar degan gap. Bu bir ikkisini o'rtaga bir musobaqa aylanib qolganda, shunchalik oddiylik gap. Uni anglasa, o degan gapi. Mening hamda mushada bir endi mush temadan sal chiqqan bir qiziqarli ish, mush meni aqlayron qildi. Marksning bir gapi bor. Tarix ikki qatim takrorlandi, bir qatim tragediya, yana bir qatim yumor bo'lib takrorlandi debdi. Tragediyadan anlasam, ma Uyg'urlar Cumhuriyet vayron bo'lib tragediya tugdi, hozir yumorga aylanibdi-da. İkinci Cumhuriyet jarayonida bu ikki efendim, İsa efendim bilan bu Ahmetcan Qasım bu ikkisi maliki mustaqil emas demayli, bu ikkisi ashadiy mushunda düşmandi. Ahmetcan Qasım bu İsa efendimlarni Gomindangdanmi beter ashadiy düşman deganmi shunday bir gapi bor, asli esimda yo'q. Bu ikkinchi Cumhuriyet vayron bo'ldi. Vayron bo'lib Ahmetcan Qasımning vasıtaları, a'zolari
O'rta Osiyoga ketdi. U yerda endi o'zlarining bir tashkilotlari bor, biridan qurib yurdi, ularning xalqaro ta'siri ancha qolmadi. Ma İsa Efendimninki avlodi Turkiyaga chiqib bular qurib, hozirgi erkin olib tikkan hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultayininki ruhi Turkiya. Manda olsang shu bu Dunyo Uyg'ur qurultayi degan shu İsa Efendim qurgan shuning İsa Efendimning ruhining davomlashi. Ma qiziqarli ya, ma 70 Cumhuriyet vayron bo'lib 70-80 yil o'tgandan keyin ma İsa Efendimning tashkilotiga varisligiga ma Ahmedjon Efendimning odamlari O'rta Osiyoda har yili nurg'un pul yig'ib bularga avtib berdik. Tragediyadan yumorga o'tib ketgan yerini ko'rdingmi? Shuning uchun bu masalada qaraylik, o'ngchi so'ngchi deb ayrishchilik bir keskinlik yo'q Uyg'urlarda. Uyg'urlar birinchi jumuriyatni shu ideyasi aniq bo'lmay, Uyg'urlar ochiq jumuriyatchi, avtonomiyachi deb buni ikkiga ochiq ayirish kerak. Ya mustaqilchi, ya Xitoy parastab o'tdilar, ochiq ayirish kerak. Ya o'ttirga birini qo'yib oldinglar, izg'ib ketsa. Mustaqilchi avtonomiyachi degan. Garchi o'tganda ba'zilar chiqib, o'zlari chiqib olib, ashada biz avtonomiyachi emas, bizni nima qilib avtonomiyachi deydiganlar mag'lub bo'ldi deb. O yaqinda isbotlayotsa, u faktlarni ko'rsatdik. Independence for East Turkestan. Deganlar mening bayrog'imni ko'rsatib qo'ya, ashta bir bayroqni ko'tarib Independence for East Turkestan deganni-ku. Shu o'zlarini Sharq Turkiston mustaqillik uchun kurash qilyapmiz degan ashta bir rasmni chiqib berganlar, boshqasini qo'yib turib. O dokladlarga Independence for East Turkeston deganni yazamizlar-ku, iniq-ku. Mana o'xshash. Men o'zimni yana bir o'tay, hujud qilgan degan bir point o'tay. Amerika'nın Prezident Donald Trump'a Şarkı Türkistan'ın müstakillik, Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini itiraf qil deb xat yazgan men. Növbetdeki Joe Biden prezidentligine Amerika'nınki birden-bir yo'li Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini itiraf qilish, Uyg'urlarni qutqizishga bir yo'l. Yo'llar qattiq qutqizamaydi. Boshqa avtonomiya biroq o'zga ketadi. Ama ya da Mevlana o ikinci Cumhuriyet'ninki nimasini azroq nima qildi? Men ikinci Cumhuriyet'ning tarixini obdan o'qigan. Sizlarga mushu narsani eskartib o'tay. Ming qatim eskartilgan pakt bu. Ahmedjon Efendini Urumchiga olib nima ishni qildi? X Sharq Turkistonning ismini sen X deb e'tirof qilsanglar, har qanday talabinga biz ma'qullaymiz deb Zhang Zhongning o'zining yozgan kitobi, bunday yozgan kitobi. Shu bir nuqta xatolashdi. Bu yerda jiqlari voy ba'zilar tug'liqqa nimandaqan disi davamamdo, X disi davamamdo degan gaplarni turdi. Siyosiy jihatga atalgan Xitoy buning uchun Zhang Zhong shu vaqtida nima uchun turgan? Shu bir narsa uchun turgan. Senin müstakilliğini bəsəqmə berəyini, X deganni, sen Şarq Türkistonga vakolatan dema o'zingni degan. Ahmad Efendi bilsa qo'yma, Mavla ishkilar bilsa tarixni, shunda Şarq Turkistonning nimalarini taqab, uchchi shu Manas daryosida Urumchiga borgan chaqda birinchi qitim Zhang Zhong degan-ku, Xitoyning o'g'illari yo'q. Ani vatanparvarlik deydi. Sen bilan ko'rishmayman deb ishigidan chiqmadi. Zhang Zhongga bisim bo'lmadimi? Zhang Zhongga bo'lgan bisim qayerdan kelgan shu vaqtda? Ikkinchi dunyo urushidan keyin butun dunyoni kontrol qilayotgan 3 cho'ng davlatdan kelgan. Ya'ni Amerika, Angliya, Stalin o'z vaqtida Sovet ittifoqininki shulardan kelgan bisimga qaramay yo'qtab ketgan. Andikin nima bo'ldi? Andikin butun Xitoyninki shu eng cho'ng rahbarlari u vaqtda Gomindang bilan Gunsandangmichu u yer degan o qattiq ikkimiz dushman to'q degan gapni qilmagan. Erindoshlar. Zhang Zhongni shuning uchun hozirgacha nima deydi? Kompartiyasimi milliy qahramon deydi. Nima milliy qahramon deydi? Nima uchun?
X degan so'zni dinlaganlikdan. Shuning uchun men yana bir qatim deb o'tayman, shunday ekranda anglab turganlar bor. Agar yiningizda birisi turib, mayli bu Amerikalik olamdı, mayli Angliyalik olamdı, mayli Aqtanlik olamdı, mayli Qartanlik olamdı, yiningizda turib X deganni chiqasichu, darhol chiroyli, menga o'xshash vaqab so'zlamanglar, chiroyli I'm sorry. It hurts my feeling deydi. Men bu yerda Mavlonning bir gap, men yoqtiradigan bir gapini deb o'tay. Mavlon bir qatim ashtanasini yozgan shu vaqtda. X deganlik onamni depsende qilsang qil deganlik degan. Shunday demangmi, endi gap shu emas. Mushundaq gaplarni uchun biz mishada bir gapni deb o'tayman mishada. Yana ba'zi nima ayolimmi yo'qchi bo'lmaymi endi men. O'zimning shaxsiy gapim, men boshqa bir Sharq Turkiston surgun hukumatining bosh ministrining nimasi bilan so'zlamadim, o'zimning shaxsiy gapim. Umar Qanot dastlabda Amerikaga kelgan chog'da bir New Yorkda bir faoliyat o'qigan, mashaq borgan. 16 soat mashina haydab men borgandim. Bu vaqtda men yolg'iz shu North Carolina shtatida o'qiydigan o'quvchi. Aşağıya berib, aşağıda bir faoliyat qatnaşdık. Şununla Umar Qanot varmış Amerikani bir ko'rib baqsam dedi, jura dedim. Shu bir Qo'tan mashinam batdi, bir graduate schoolda o'qiyotgan vaqtim Qo'tan. Mashinam 16 soat mashina haydab North Carolina'ni oladi. Shu jarayonda voy tug'liqqa siz nada o'qigan, nada nim qilgan bu deb so'rabdi-da. 16 soat jarayonda nada o'qiganligini deyman. Hozir Sharq Turkiston universitetida o'qigan deyman, o'zimni Sharq Turkiston vaqtida deyman, X degan og'zimni ichib ketib qolibdi. 15 yildan keyin Umar Qanot bir qatim mashinani saylamni qo'yib, tug'liq 7 qatim X deydi. Umar Qanot, sening yiningda hozir turayotganlar qancha qatim devatida o'zing bir sanab bakan, o'zingning og'zingdan o'zingning chiqargan nimalaringda hozir chiqmadi bo'lsan direktda o'tirib. Odam degan nimasi ashtaqning bo'lamdi. Hazır da bo'ldi. Men sen bilan hech qanday shaxsiy ziddiyatim yo'q. Sening mushunga kelgan chog'da nima uchun yiningda turgan Oqsaroyning ichidagilarga deb mana X'ni ishlatyapti. Ishlatmanglar, u bizga haqorat bo'lgan narsani nima ish demaysa? Bu bir. Shundaymi? Ushaq gaplar. Endi keyin yana nima? Yana bir gap esimga kelib qoldi, mishadim. Bunu da ötek. Dolqun İsa efendim ötkende çıkıp aşağıda muştak X word'un işlişi Amnesty International'dan muştak degandiki bizning amalimiz yo'q deydi. Bu yolg'on gap qarindoshlar. Amnesty International men o'z vaqtida xat yozgan chog'da shu X deganni islatmasanglar deb xat yozganda Amnesty International'dan javob kelib, "Nim deymiz endi" dedi. Men Sharq Turkistondanlar unda dalamaymiz u bu degan. Unda Uyg'ur abnumrayni oldinglar dedi. Shuningla Amnesty International chiqqan hujjatlardan Uyg'ur abnumrayni deydiganni ishlatadigan bo'lgan. Amnesty International'dan anglaydi shu gaplarni. Amerikadagi har qanday kongress a'zosiga kongressman a'zosining bir xatga ko'rganda I'm sorry this is hurts my feeling hurts the people feeling of the East Turkestan people deb bir qo'lni yozib qo'ysan ikkinchi demaydi. Endi bu ahvolda bu narsa bir o'zgarish bo'lmadi. U yo'lda manganlar yana shu odam aldashni davom qiladi. Hem yana bir gapni o'zgarsak, men yaqinda oldinglarga bir mehmon beribdi. Xalq bilan ko'rishma deb, ya'ni xalqniki undaq atalmish lideri. Ya'ni o'zining yuzdagi chapanchilarni yig'ib saylam, atalmish saylam, abay to'g'liqam dedimmi, Mavlonkam dedimmi deb o'tganlarga atalmish saylam, ya'ni bir o'yin hamdi. O oyunni qo'yib qo'ygandan keyin Amerikaga bir lider berib, bir xalq bilan ko'rishgandek bir sorun tuzilibdi Amerikada. U yerda u Kavo dediki, dedi, ya'ni sizlarni kim tanqidlasa, uni Xitoyning adami, Xitoyning jasusi deb tasvirlaydi ekansizlar, uni pishnichi, yana bir nimachi deb tillaydi ekansizlar desa, u Kavo qo'pib nima deydi?
Bizden bir düşmanımız Xitay hükümeti. Onundan başka bizden kıyırındaşlarımız hemmesi, bizden kıyırındaşlarımız, biz kuşak açımız, dedi. Ama şu sualını sorgan bala, o yakında Mevla Yasin sana azırak fikir vergen sen Mevla Yasin'de de tillap kalmay, ailesini söylep çıktın o Mevla Yasin senin kıyırındaşın emas ma. Hem de bu Mevla Yasin'in ki, o birli misal o bundan misal layık tüküyor. Meyli kimdi bulanı tenkit kısa? Ular Xitayning adamı, Xitayning malçı milyard pul xərcləb, ularga qarşı fəaliyyətlərə qırğızıyotqan Xitayning adamları yoki piştiniçi deb düşürdü de, amma mən onu görgəndə ikən həqiqətən bu kavada 100 degan narsa yo'q ki deb qoldim yani. Bu şu yaqında dedi o Mevlanka sen to'g'riliq o set gapni tag'i. Amma nomus qilmayman. Uyg'urlar tanqid qilsa, men quchoq ochaman, mening qiyinishim deb yana nima deysan unga? Qara, Dolqunchi qara. Shu 2021-yili u menga so'nggi sungan so'g'iti 20 minutlik, 22 minutlik so'zlab. Endi Dolqunning o'zining tarixiga menda qarab baqsaq, u birinchi o Dolqun yolg'onchi. Masalanga, aş yiliqi Google'ga kirib qarab baqsanglar, İngilizcə 85-yildan 89-yil Uyg'ur o'quvchilar harakatining lideri deb yozib. Harakat. Amaliyotda 85-yilgi harakatda Dolqun Aysa yo'q. Qatnaşqan bo'lsa, 10 necha ming o'quvchilarning keyin qatnaşqanda, chunki u vaqtida to'liq 2 yilimiz shu atalmış Xinjiang universitetining matematik fakultetini o'qituvchisi yo'q. U vaqtdagi ahvolni shunda bilamiz. U yerda qatnaşqan u shu vaqtida Xitoylar bilan suhbat kirgan 4 odam Nurmamat Husanboy, Umid Germaniyadagi, Kanadadagi Mehmet To'xti, uning keyin Turg'un dedimi, Tuygun dedimi, bir bola bor ekan, uni to'lmaymanka 4 suhbat kirgan hozir chatdiki. Bular hammasi oshkorladi, u vaqtda Dolqun yo'q. Şu yalğandın, men aşının qarab, aşının dedimde bu şunçalar adamlar şu vaqtida veyran bo'ldi, şunçak Uyg'urlar. Qandaq qilib aşı Uyg'urlarning qilgan natijasini o'zining natijasi qilib dunyoga ko'rsatdi. Bu yolg'onchi. Endi o gapning yolg'onchiligini to'li chiqib turdi. Mao iyun vaqas namoyish qilganim chiqib dunyoda Dünya Uyg'ur qurultayining chaqirgan ovoz qo'shib harakat faoliyatlarini ilyotdi. Amerikada bütün tashkilotlar birlashib kimning Dünya Uyg'ur qurultayi bilan kori bor. Ondan keyin mening ayolimning 2017-yili ayol ikkisi Sharq Turkistonga qaytib, ashada Nurbahriy bilan o'sha o'yindi deb shunda deb so'zlabdi-da. Bu bir bosh og'zini ostila yolg'on so'zlaydigan bola ekan. Olg'in so'zlagan. Ikkinchi, bu bir axloqsiz lukchakka. Endi aşı to'rda men bilan qancha qilmay, mening ayolimni shunchalar sat so'zlar bilan tillab ketibdi-da. Söhte. İlaqa lükçeklerin içinde nini baturlar var. Uğan bacığı var lükçek. Bu ilaqa lükçeklerin içindeki ahlaksız peskeş lükçektin ki. Bunu hiç kanda ben bile muayalın münasebeti yok. Bunun bile arlaşmaya bunu açıkıp bu şekilde şunçılar sattılar bile tillap gitti de bu. Yani Dolqun'un mesela özüge baka bir doğru gel. Üçüncü kelsek bu bir bölgünçi Uygur hareketiga. 2017-yili siyasi o'zgarish qilib, shu vaqtida dunyoda 70 yildan keyin birlik kelgan Rabimdamning yetakchiligidagi Uyg'ur birligini vayron qilib etdi. Shuningdek Uyg'urlar terib beran bo'lgan. Shu vaqtdagi Rabimdamning yetakchiligida nurg'un tashkilotlar ko'z qarashi bir-biriga nima o'xshamasmi, gaylar xili jiddiy bo'lsa-mu, Rabimdan chiqdi. Mushning aslida birlik kelish orqali asta o'zimizni bir cho'ng xalqaro tashkilot qilamiz degan. Shuning uchun masalan men mushtaq qilib bo'lsam, Germaniyada Uyg'uriston tashkilotlari, mushu Siyut Tumturuklar, bular nurg'unlari masalan Dunyo Uyg'urlar ideyasi nayt qattiq bo'lsa-mu, Rabimdan aslida birlik kelaydi deb birlik kelgan, buni Uyg'urlar ichida bo'lib etdi. Çünkü Uygur'un birligi bularning yisida, agar Uygurlar birlik kelsa bu reis bulanmaydı, saylanlardan kalıdı, hazırda dünyani aylanıp жүрüp sayaret kıldıgan bundaq inqilabni qılanmay kalıdı. Tamaşi şekildeki bunun Şarq Türkistan faaliyeti degen bu Dolqun Aysa üçün bir köngül iş faaliyet qara. Canbek yolu. Bunun da bu ilaqa faaliyet emas, bunun bir hizmet.
Shu gap shunqa. To'rtinchisi buning tarixiga qarab baqsang bu mustaqillik qarishi gap. O'z taqdirini o'zi belgilashni mustaqil bayroq qilib ko'tarib kelyapti hozirgacha. Ana indigenous deganlarni kirgizibdi. Budaqi Uyg'ur tribe'ni oldimi indigenous degan gaplar kiribdi. Bu har bir bosqichda Uyg'urlarning mustaqil harakatini avtonomiya Xitoyning ostidagi bir harakatga aylantirishga tirishib kelayotgan bolik. Buni bir mezgilkatda bu dolqinida shu uchun shu abay meni ayol tildi dedim mushlandib keldi. Buning da mushundaq bir xarakter bolik bu. Hozir mushu bala dunyo Uyg'urning yetakchisi bo'lgandikan bu tashkilot nega bordi deydi. To'play bo'lgandikan ostqan. Endi bu da Amerika kapti va 40 ta odam qatnashdi, azroq odam. Anindiki men mishada endi so'rab nima qoldim, mishada hozir desang esim kelib qoldi. Dünya Uyghur Qurultayınınki yığındımı Ömer Kanat Muşu Dolqun Aysa işkimiz 20 qitimdek muş diplomatlar bilan görüşüp muşta qıldık deb Amerikadagi bo'lib ishlarni xuddi bu ish qilgandek so'zlab ketdi. Amaliyotda Amerikadagi bo'lib Amerika qonunining o'tayotgan ishlarda Dünya Uyghur Qurultayının rolini nol desak bo'ladi. Şahsi Ömer Kanat'ın anca rol yok. Ben hazır benim yizoatime 2019 yıldaki Amerika'daki Uygur faaliyetlerde benim yizoatime birinci ayının otturu çıkıyordu. Şu vakti görseler bu Dolqun Aysa'nın, Dünya Uygur Qurultayının Dolqun Aysa'nın rolü yok. Eğer Ömer Kanat'ın rolü nigilekti bu. İlaki kesir sandı çıkıp gidiyordu da. Şunu da deptim ben yizoatime. Endi ben müşahede birimin de ütkite. Ben müşahede ütkite. 2017 yılı Özal ağzını teşip kaldın değil mi? 2017 yılı siyasi özgürlük kılıp bula hukuk aldı. Şunu mesela bir kızıl sıcak, onun aldı keyini Şarkı Türkistan'ın ahvalı ilgir sürdü mü, çekindi mi bir seyiriştirip bakaydı. Şu siyasi özgürlük kılıp Dolqun Aysa'la hukukunu iliştim burun. Şarkı Türkistan'da toy tökünlerini hadircam kılalattı. Toylarda kız oğul İslam qayısı boyunca nigah kılalatdı. Çoğunlar Kur'an okup ve dua kılıp 2 yaşka bəxit ve iman tilalatdı. Toy nəğmələri bu toy boğan öylerde ve kızını köçürüp bazarlarda, manganda, maşinlarda yanırap giderdi. Derya boylarda, tağ boylarda, çoğun restoranlarda ve her xil səhnelerde meşrepler yani şunda çıktı. Dolqun Aysa yetakchiligidagi bu siyosiy o'zgarishdan keyin bularning hammasi yo'qolib ketdi. Bu Sharqi Turk bular kishilik huquq talab qildi-ku, mustaqillikni talab qilmaydi. Dolqun Aysa o'zi javob bersin, mush kishilik huquq jihatdan aytganda Sharqi Turkiston xalqining mustaqilligi sen huquqni olgandan oldinganda ilgari surdimi, keyiniga chekindimi? İkinci, masalan, Dolqun Aysalar yetakchilik qilib shu siyosiy o'zgarish huquq ilishdan burun Şarkı Türkistan'da bir ailede bir adam tüyep ketse, hatta bu ölgen adam partiye adası bolsun mu, hatırca nezirlerini biretti. Nezir bulgan öy ve oylarda Kur'an linksi Çin avazda koyup biretti. İmamlar hiç bulmaganda Yasin'ni okup çıkarttı. Cinadı götürüp meclisке baralattı. Meclis'ten nece 100 adam dep namazını düşüreletti. Vafat bulgan adam yatkan yerinin üstüge Kur'an ayetleri yazılgan kabre tişini koyalattı. Bunların hatta Uygurlar ismini Muhammed dep mi koyalattı. Dolqun kişilik hası hukuk ne deydi o Şarkı Türkistan'ın kişilik hukukunu özgertmiş deydi. Şu 2017 hukuk ağan yapı bulanın hemmisi yoqab ketdi. Yani Dolqun Aysa'dan ve Dünya Uyghur'dan sorap bakay. Sizler hukukun ağan yapı Şarkı Türkistan'daki muşu işler ilgir sürdü mü ya keyiniga çekindi mi? Yani birini qaraylı. Dolqun Aysa'lamış siyasi işte hukuk iliştin burun. Şarkı Türkistan'da Uygurca gazet ve jurnallar xeyli köp idi ve Uygur tarixini, medeniyetini, ruhini yazgan maqallar bisilip turatdı. Uygangan zaman ana yurt, qaynam örkişi, çal tekken ok, Mentimil Efendi, Gulji tarixi, Qashqa tarixi, Qumul tarixi qatarlıq kitaplar neşir qılınatdı. Ben bu kişilik hukuktan toxtaganda, mesela mekteplerde Uygur tili bar idi. Hazır bularının hemmisi yoqab ketdi.
Hemen Dolkun Aysalat'ı so'rab bakay. Sizlar kishilik huquq da'vatsizlar. Sizlar huquq olgan yoqda bizning ishimiz ilgari surdimi, keyinga surdimi kishilik huquqimiz. Men mustaqil to'g'riliq so'zlamayapman, ha? Fakat kishilik huquq ilgari surdimi, keyinga chekindimi? Dolkun sayna huquqni ilishdan burun Sharqi Turkistondagi Uyg'urlar chet elga erkin chiqib kelalatdi. Amerikadagi Uyg'urlarning ota-ona va urug' tuqqanlari xotirjam kelib ketalatdi. Xitoy konsulxonasining oldida namoyishga chiqqanlar Sharq Turkistonga berib kelalatdi. To'liq kelmas berib kelgan namoyishlarga chiqib. Sharq Turkistondagi Uyg'urlarmi navbati kelganda ashalarda Xitoylar bilan so'qishalar. Hozir mushlarning hammasi Sharq Turkistonda yo'q edi. Ben Dolkun Aysa Dünya Uygur Kurt'u so'rab bakay. Sizler bu siyasi özgürlük hukukunu algandan keyin sizler davatma şu kişilik hukuk Sharq Turkistonda ilgari sürdümü ya kendi çekindimi? Dolkun Aysalar hukuk algandan keyin iliştin burun. Ulama siyasi özgürlük qilib hukuk iliştin burun Sharq Turkistondagi Xitoy lagerida texi 10 milyon Uygurlar türmege solanmagan. 3 milyon artıq Uygur öldürülüp ve uçaklarda küydürülüp külge aylanmagan. Neçe yüz min kızlarımız türmelerde Xitayning növbetleşip basqınçılığa uçurmagan. Xitay erleri türmege solangan Uygurlarning uylariga kelib yatanmaktı. Milyonga Uygurlarning ichki a'zosi tirik kesilib ilinmagan. Milyonlagan güzel Uygur kızlarımızın çaçları kesilip sitilmagan. Mыңлыған, 10 мыңлыған Uygur ösmürlerinin güçleri tamak kılıp Xitaylarga yiyilmegen ve zaharlı, o ballarını zaharlı kılgan. Müş kişilik hukukunu talep kılıvatkan Dolkun Aysalar'da ve Dünya Hukuk'tan so'rab bakay. Sizler müş hukukunu 4 yıl burun algan yoki Uygurlarning aşağıdaki ilgari sürdümü ya keyinga chekindimi? Hozir Dünya Uygur Kurt'un talep kılıvatkan mal avtonomiyasi şu vaqtdagini 10dan birisi emas. Bular bir lagerni yetib deydi. Şunun ondan birisi emas bularning talep kılıvatkanı. 2017 yılı mesela Dolkun Aysa yetekçilikka siyasi özgürlük qilib Rabia Qadir xonimni ag'dirib tashlagandan keyin Dolkun Aysa boshchiligidagi o'zlarini Uyg'urlarning birdan bir vakillik tashkiloti deb atab olgan Dünya Uygur Kurt'ning yetakchiligida mundaq tragediya Sharq Turkistonda qoplab ketdi. 10 milyon Uygur lagerga solandi. 3 milyondan artıq Uygurlar öldürüldü. Milyonga Uygur ayolları basqınçılığa uçurdu. 100 minglığan Uygur ösmürler gayip oldu. Uygur medeniyeti umumyüzlük veyrançılığa uçurdu. Uygur ittifaqı tarixdeki en vahşi depsençilik kaldı. Uygur tili veyran oldu. Zamanıvi dünyadaki irqi qırğınçılığa uçurdu. Muşlarning hammasi muşu Dünya Uygur Kurultayı birdan bir Uygurlarning tashkiloti deganning oldida kundan kunga nacharlashyapti. Nacharlashyapti. Men muşlarni so'rab bakay Dünya Uygur Kurultayı ve Dolkun Aysa qaysi yuzi, qaysi vijdoni, qaysi axloqi, qaysi ahli, qaysi imoni bilan Uygur davasida zo'r natijalarni qozondik deb dunyo bayon qila oladi. Texi 10 milyon lagerda Uygurlarni 1-2 milyon deb tashviq qiladi. Bularning nazarda qolgan 8 milyon Uygur bir sanığımı hesap emas. Men deb qoldim, men o'sha Dünya Uygur Kurultayıga Dolkun hukukni 2017 olgandiki, bular mustaqillikni demaydi. Men kishilik hukuk ashlarning nuqta nazariyasida o'tirib so'zlab o'tdim. Ashlarning o'rniga tushib, sizlar bakay, mushlar bilan Dünya Uygur Kurultayı so'zlab baqsin, Uygurlarning nima ish qila oldi? Mush ishlarning nacharlashi mushlarning ko'zi ostida bo'ldi. Muşu meselelerde Dünya Uygur Kurultayı bir cevap verip baksın. Ben muşer mişçi sözler bu. Tamam. Bu yerde meşkez yapsam bulam da. Boldu gel kıla. Bu to'g'riliq Mevlanning ko'pincha fikrlari qo'shilmayman, bir gapiga men qo'shilmayman. Dolkun İsa efendim bu ishlarni o'z qilgan emas. Uning bo'yniga xuddi mening Öğümde yoğun bir iştivağı, çığvağın yitlep yüzgen Adem var. Ademler mi demeyim? Adem var. Bu gapni özü anlasın, kıyırdaşlar, hatırlayacağım müşünesemni işleri yollap koyunlar. Şu zencilini üzüp kutulmuğaça,
Dolqun aysa ama oğulvalıçılıkta oğulvalı bolanmaydı. Dolqun İsa hazır degancha ama zamani bir texnik o'zingni bir nimada o'qidim debsan-ku bir IT'larda. O IT texnologiyalar kirib ashalarda ishilsangmi-chu, ishilsang bo'yningdagi zanjirdan qutulsa. Mush gapni nihoyatda diqqat bilan angla. U bir. Endi ki men xildan beri bu gaplarni deb keldim. Dünya Uyg'ur qurultiyi xildan beri uzun yıllardan beri tedrici asta müstakillikni talep kıldığan müstakilçiler tarafından avtonomiyachilarning qo'liga o'tdi. Buni albatta şu dünya Uyg'ur qurultiyida ishlayotgan muxbirlardan tanıyman. Meni akidatda ağın deydiganlar yo'q-ku deyman, mendan kichiklarda. İfkam deydiganlar vatdi cho'nglardan. Bularni obdan tanıyman. Bularning nurg'unlari bilan paranglashgan Dolqun bilan o'z vaqtida men gap qilgan meni qattiq ta'sirlantirgan. Mustaqillikni yo'lda menga andiq demoqdi. Lekin bu zanjir chigilgandan keyin xuddi mening qo'rarimdagi istak, yo'g'on bo'rishning nimasi bor menda. Kichik nima vaqtida degan, kichik vaqtida degan ko'rganlardan bilib har qanday narsani nim qilmoqdi. Hozircha Mekka desam hozir Mekka keldi. Talaq çıkma desem ışıklar uçuk olsun talaq çıktı. Hatta göçünü koyup koysam şu, kaçan ben göçünü yediğince yeydim. Dolqun uyg'unlar şu zincirden kurtulsun. Dünya uyg'unlar müstakillikçi uyg'unlar. Benim gapimni ondan anlap. Cüret qilib, mushunga degan gapimni ashunga evitib Obdan o'ylab bekinglar. Madem nima deyapti debchi, madem nima deyapti deb o'ylab bekinglar. Tamam. Shuluq Abdurazaq bini deydigan odam. Men o vaqtdagi 1% narsani pash qilgan. Har qanday odam chiqib tug'liq yog'an yetyapti deydigan bo'lsa, men ash qolgan 2%ni ko'rsataman. Tamammi? Shuning uchun yana desam, yana shu Doğunun içindeki nurg'unlari, hatta ben mutlak ko'p qismlari deyman, mustaqilchilar ular. Lekin zanjiri boshqaning qo'lda balaning nimasi bilan Mevlana ait aniq dedi-ku, Jambeqish. Kishilik huquq davosiga Jambekishning bir nimasi bo'ldi. Amerikaning kongressida men to'la borman. Eşeri jügrab jügen, çepib jügen, lobichilarning jiqligi. Men bir qatam cho'ng bir loy, ataqliq loy bilan uchrab qoldim. Bu bizning mustaqillik da'vosi uchun bir azroq yo'l menib baqsam bo'lmadi. Hey, sir dedi. How much you can give me dedi. Pul qanchalik bera olaysan menga dedi juma shu. Menda hikoyat qilishlar. Shu pul kimning qo'lida? Do'xtiki adamlar pul kimning qo'lida? Kim Dolqun İsa'ni boshqaryapti va boshqalarni kim boshqaryapti? Pulni kim ta'minlayapti? Iqtisodni kim ta'minlayapti? Aniqla savol. Helaqa jasusning ismini-chi men bunday yig'izimdan chiqmaydi xotirjam bo'lman. Helaqa jasus. Helaqa men sharmanda qilayotgan. Helaqa nima deymiz endi? Helaqa deyman bunday ekan. Helaqa insonlar haqiqat. Helaqa nima o'tib turamish debimni. Tamam. Endi bu yerda bir savol tug'ilyapti. Rabia onamizga shaxsan meniki alayda hurmatim bor. Bu onamiz chiqqandan keyin Uyg'ur uchun nurg'un ishlarni qildi. Haqiqatan hech kim Rabia onamizda qilolmadi. Buni ham Rabia onamiz bilan Mavlon kam uchimiz o'tganda program qilgandimi, nay tafsil deyishdik. Mavlon kam bayinga tilg'ab o'tdi. Ammo shu indigenous masalasi chiqqandan keyin xalqimiz orasida Rabia xonim to'g'riliqmi har xil gap so'zlar bo'lyapti. Ya'ni boya bir qarindishimiz mezibdi. Rabia onangizmi pok emas. Xalq biladi kimning nima qilganini deydi. Bu shaxtda sizlarning qanday o'ylaganliklaringizni bir anglab boqinglar. Bu javob beray. Mavla xafa bo'lsa men qisqa javob beray. Rabia'dan bo'yniga silingan zanjirdan
ta'siridan nurg'un xato ishlarni qildi. Endi Rabia'dan zanjirdan qutulma degandan keyin shu zarbalarga uchirdi. Mevlam nayt to'liq dedi. Buni burunmi so'zlab yurgan, men hammasini anglab chiqmagan. Mevlam nayt aniq dedi. Rabia'dan ne? Ashtaq ishlar sağgan. Do'xning nimasiga chiqargan. Ashlarning hammasini jarayoniga uchun boshdan oxir qatnashgan. Rabia'dan o'zim anglayotdi balkim shuni. Rabia'dan shu bo'ynidagi zanjirni ivitma degan muqashqa shu zarbalarga uchrab keldi. Rabia'dan bir mustaqilchi. Men uni mushunga men mushunamda xato nurg'unlarga qo'shilmasam men mustaqilchi. Lekin shu o'zi qutulma degan. Do'lqin inson agar qutulma deydigan bo'lsa, ashtaq zarbalarga uchraydi. Xuddi Tug'luq Abdurazzoq uchirgandek, xuddi Mavlon Yosin uchirgandek, xuddi Shuhrat Saidahmedning beshiga kelgandek, yana nurg'un ismlari bor. Bularni men nima bugun bu yerda jiq vaqt deb ketmay qoldi. Shunchalik. Endi bu Rabimdamning masalasi kelsak-chi qara. Rabimdam bilan Sidiqxon bu ikki turni yetib chiqqan odamlar. Bularning bu mustaqilligiga, mustaqilchiligiga men gumonlanmayman bularning. Aylaqa nurg'un odamlar bor, hamma odamlar nurg'unlar o'zini donqin chiqarish uchun Rabimdamni tillab baqidi-ku. Nurg'unlar Rabimdamni tillash orqali donqin chiqarman deydi, o turaversin o masala. Rabimdam Amerikaga kelganda hech qanday inglizcha bilmaydi. Men mushaga maslanga Mishada nurg'un bolalar siyosiy panoh topganda ularni ko'rtda ko'rishadi sudda, to'g'rimi? Sudga men olib beraman. Shu sudchi bolalarni vaqti kelgan Uyg'urchasida yaxshi, inglizcha yaxshi emas, linkilayotgan. Shu mening degan gapim shu bolaning degan gapi bo'lib sudchida rekord qoladi. Rabimdam Amerikaga kelganda nurg'un so'zlarni qilganda endi bir necha tarjim qiladi. Shu vaqtdagi so'zlarni qarasam, Rabimdam so'zlagan so'z bilan tarjim qilgan so'zning ichida nurg'un farqi bor. Yaqinda masalan Rabimdam yaqinda mush iyun vaqasida bir cho'ng Uyg'ur Amerika birlashmasi birini o'tdi, sahnada so'zladi. Rabimdam Sharq Turkiston dedi, endigi tarjimam buni Uyg'urlandi deb tarjim qildi. Endi ikkinchi Rabimdam Amerikani inglizcha hech bilmagandikan shu atrofidagi ziyonlarga tayinadi. Indigenous degan bu gap. Indigenous degan bu gap. Indigenous degan bu gapni Uyg'urchaga tarjim qilishga bo'lmaydi. Xuddi biologiya, matematika, ximiya degandek buni yerlik xalq deb tarjim qilish tamoman xato. Men birdan turib indigenous to'g'riliq ozroq tushuncha beray. Rabimdam endi qanday qiladi? Bu indigenous degan gapni hozir Uyg'urlarga tushungan bir hikoya bo'ldi texe. Mayliga Umid Musabay degan yoqda Uyg'urlar anandagi bu indigenous degan nima degan gapni bir izlab ancha-muncha tushunishga boshlayotdi. Rabimdam ingliz bilmagandikan bu nima degan gap deganki shu atrofdagi odamlar indigenous degan yerlikqa bu deb dedi-da degandikan Rabimdam qanday qildi inglizcha bilmagandikan shular nima desa shuni qabul qildi. O'zi inglizcha gapni lug'atga izlanmaydi. Onu bilmaydi, tilni bilmaydi. Ular lug'atga nimani yozsa shuni yozdi. Xuddi bizning ma'lumotimiz topida arza akars nima ishga do'stim unda palonchi birini qilgan ishga qo'lni qo'yib yetayvergandek ishlar. Shuning uchun bu masalada Rabimdamni ayiblash to'g'ri emas. O vaqtda turmada yangi chiqqan ingliz hozir bilmaydi. Hozir Rabimdam bir nimalarni so'z bir inglizcha bir nimalarni qilsa Şu yendiki atrofdagi odamlar hozirgi chiqroq odamlar bo'ldi. Tayinda o vaqtda hech odam yo'q. Vaqtdagi Uyg'urlar nayt oz Amerikada. O 2000-yili o UAM degan kichik bir tashkilot nayt oz. O degan shu Amerikaning doirasida yurgan bir tashkilotlar, dunyoda bir cho'ng tashkilotlar yo'qdi. Shu vaqtda shu gap bo'lsa Rabimdam shuningga bo'ladi deb ağzı dəvətken gap. Nurg'unlar qo'l qo'ydi bu deydi. Hey dunyodagi qara indigenous deganga qo'l qo'ysa deydigan bir hujjat bo'lmaydi. Menda mayaga qo'l qo'y deydigan indigenous deb o'zini qo'l qo'y deb to'shtirgan bir ankit bo'lmaydi. Bundaq xuddi maslanga mening ismim Mavlon. Buni bir yetmay hech qanday hujjatga bir avval bir Mavlon deb qonunlashtirmayman. Tug'ilganda opam abdadan ismini Mavlon deb qo'ydi. Keyin hammaga shu Mavlon deb yozildi. Shu men o'zim Mavlon degashga dunyo Mavlon deb taniydi.
Şu indigenous deganimi şu degan odamlar dunyoga indigenous deb sunib qo'ygan Uyg'urlar. Shundaki Uyg'urlar indigenous bo'lib ketgan. Biz ta hozirgacha shu yosh bolalar yomon chiqib ketib bordi hozir mana. Umid Musabay alaytam buni tegi taktidan açık ispatlar bilan aldığımız qo'yib. Bu Uyg'urlar bir cho'ng uyg'unish harakati bo'ldi. Shuning uchun bu masalada Rabimdan shu vaqtda rais mas'uliyatchiligi bor. Lekin qanday qildi? Masalan, men hozir Germaniyaga borsam, Germancha bir ish bo'lib qolsa, aytadiki, men yaqin og'aylarim men bilan xizmat qilib qolsam, mandaq gap desa, shuningga shu bo'yicha qo'l qo'ysa emasmi? Rabimdan shunda bo'lgan ishda buni hech kimsa uqmaylar. Qo'l qo'ygan ish yo'q. Ha, bo'pti da'vatgan ish. Ya qo'l qo'ydi degan gap yo'q. Dunyoda unda hech qanday bir qonun yo'q, o'zingni indigenous deb qo'l qo'y deydigan. Hech qanday bir bank yo'q, o'zingni indigenous deb qo'l qo'y deydigan. Faqat o'zing yozgan bir dokladda o'zingni indigenous deb ifodalaysan, shuningdek indigenous bo'lib qolsa. Nima? O'zim gapim turdimi? Ha. To'liq gap qilsan-ki, jumosan. Ma Rabimdan to'g'riliq hamda bir ig'iz gapni qistirib qo'yman. Hozir bo'layotgan gapchi o'zimni bayqadim. Shu vaqtda bo'lgan ishlarni Rabimdamga otib bo'ldi. Shu vaqtda indigenous deb qo'l qo'yganlik hamdaki UHRP'ning ichidagi hujjatlarga nim qilganlik ishlarga shu Andikin yana bir gapni deb o'tsam, bu biz shaxsiy ish emas qara. Men uchimiz xat yozganlikmi shaxsiy ish emas. Shuni qo'l qo'ygan. Sana yozilgan xat, menga yozilgan xat, Sho'krat Said Ahmedga yozilgan 3 parcha xatga Rabidam qo'l qo'y. Uni o'zim e'tirof qilib bo'ldi. Kim qilganligini, kim yozganligini, kim qilganligini tatib hammasini davatdi. O bitdi. Endi mana indigenous degan xata, xoinlikni Rabimdamga atib Agar Rabimdam shu kim shuni o'rgatganligini men bilaman endi deb qo'yasizlarga. Men bilaman, ammo o'zining og'zidan chiqib shuni davatmasa, bu xalqning bu nimasidan qutulamaydi. Yani o'tgan bir qarindishimiz WhatsAppda bir nima debdiki, endi shu Rabimdam agar ashningdan o'zini bir ozod qilmasa shuningdan keyin kelgusidagi avlod bir bad nomi qoldi degan gapni qilgan. Shu gapni qisib qo'y. Endi men indigenous masalasiga kelganda mening bunda ko'z qarashim bo'yicha o'tgan qisqa bir 5 minutda so'zlab qo'ygandim. Endi indigenous qilish degancha men Xitoyning uzun yillardan beri planlayotgan ish. Uni menle shuna o'ldimmikin desam, o'tganda bir Xitoyning bir cho'ng olimimi ashtaroq gaplarni qilyapti-ku, mening ko'z qarashim o'xshab ketadigan gap. Bu narsa qaranglar, bu narsa shu avtonomiya deb qurdi-ku. Avtonom rayon deb qurdi, ba'di amnikin avtonom rayonning ichida qancha 7 avtonom oblastni qo'ydi, shunga Uyg'urlarga bergan yeri o'sha cho'llarda bir yerlarni qilib buni bo'lib ketdi. Endi birinchi qadamda shu. Asta amnikin avtonomiyani sizlarga berdi-ku deb asta endi nega apurdi deydigan bo'lsanglar, Uyg'urlarni oz sonli millatga aylantirib haqiqiy bir oz sonli millatga aylantirib, uni aylantirib qo'ydi oz sonli millatga. Hozir Sharq Turkistonning mupislichi u men mo'ljalab chiqqan mutlaq ko'p qismi Xitoy. Boshqa hech qanday millat mutlaq ko'p qismi kirmaydi. Bu birinchi bu bosqichga o'tib bo'ldi. O'tib bo'lib endi qanday qildi, qilyapti desanglar, cho'ng aboy Malg'andapning cho'ng ko'lamlik qirg'inchilikni qilyapti. Irqiy qirg'inchilikni qilyapti. Bu qirg'inchilikning odamni o'ldirish. Bu hozir BDT'nin yerda o'ltirgan odamlarning sonini emas deb yurgan bilan buni bilmaydi emas, biladi qanchalik odam o'ldirilganligini. Lekin Xitoyning qo'li aralashib, shu narsalarni o'lgan odamlarning sonini kengaytirib, yo'q darajaga yetkazib, bir gap esimga kelib qoldi. Xitoy degan o'zinglar bilsizlar, o'sha 89-yilda men 89-yilgi Tiananmen voqeasida maydonni so'lab qanchalik odamni tanklar bilan bostirib o'tdi. Bugunga qadar bir odam o'lmadi deydi.
bir adam ölmedi deydi Xitoycha. Şu texnik, şu taktikleri hazır iqwatıdı. Hem de asta-asta ikkinchi bosqichda bo'lgan, uchinchi bosqich qanday qildi deganda mutlaq ko'p qism Uyg'urlarni qirib qo'ygan ekan, bir qism Uyg'urlarni mana shu bizning North Carolinada va Amerikada Kaliforniyalarda va nurg'un ashtaqliq Indian reservationlari bo'ldi-ku. U yerga borsam haqiqiy mustaqillik aslida İşçi kirgenliği ki sana tamığı basıdı, vizi berdi, işçi kirgenliği ki aşırı özlerinin çiftleri başkurdu, aşılarının ki indigenous hukuk aşağıda. Biz ne kandak oldu diyende bunu tecrübe kıp oldu kerindaşlar. Bana 2000 kancıncı Abay Mevlan degende bir 3-4 ketim badımçı, 5 ketim boşunda badım. Bağancaklar jıxiyalarını öz gözüm bilen köydümçü. Her bir nayeri bardıgan bolsam, eşeğde cezmen bir avtonomiyasını mahallesi degan narsa bor ekanda. Uyarsan bolsam, onun içi kirgan adam, voy bu Uyg'urlik degan mayat ekan-ku, Uyg'urning madaniyat mayat ekan-ku deydi. Lekin shu ketgan butunlay Xitoyni ko'rsalar, Xitoylashtirib o'tganligini ko'rsatdi. Indigenous ma'lumlar degan shu. Agar BDT'dan indigenous deb e'tirof qiladigan bo'lsa, Xitoy degan shu bo'pti biz xalqaroning kishilik huquq qonuniga bo'ysunamiz, indigenousni e'tirof qilamiz. Bularga shu mustaq mahallarni qurib beraylik, qanday yuraversin deb Amerikadagi indigenoslarga huquq qo'yamiz. Lekin bu bizga nima uchun bu bo'lmaydi deganda Mevlon Naiti to'g'ri bir so'z degancha men ulab qo'ydim. Shunaqa men misol o'tirib yana bir anglab chiqdim-ba, ashar dedi. Agar Xitoy xalqi Xitoyda indigenous bo'lmaydigan bo'lsa, Angliya xalqi Angliyada indigenous bo'lmaydigan bo'lsa, Germaniyadagi Alman xalqi Germaniyada indigenous bo'lmaydigan bo'lsa, biz herkes özümüzden besilingan Türkistan'da indigenous bulmayız. Indigenous deb e'tirof qilgan kunimiz biz yo'q deganligi, mustaqillikni irtashil deganligi. Bu gap. Endi men Mevlan bo'lgan komment azroq vaqt bormi? Mana nima to'g'riliq? Do'xning yig'in to'g'riliq azroq bir gapim bordi. Ha, degina. Ha? Degina. Agar vaqt bo'lsa, vaqtni bir bugun seni so'zlisidan chiqardik so'zlar. Ya men xotirjam bo'lashi. Men hozir bu xalqdan javob savol kelmaydi, xalqdan biror do'sting kelgan bo'lsa, bek qo'shib olib ketadimlar bugun. O'tirish qilibdimiz, do'xtim bir asmanga telefon bersa. Qara, menda gap menda. Bu u neyadiki atalmış, hemmesi atalmış qo'yish to'g'ri kelyapti-ku. Javob berish sorunluğa men bormadim. Ben bağımdım. Bağım mı yok, anlığım mı yok bunun. Çünkü bütün aldın ala nima qilib bo'lgan bir sahna bu yer. Bu Amerikada var, Uyghur Center degan yerda har qanday vaqtda-ku, kichik nomli bir yer u. 100 dan ortiq odam har qanday vaqtda bu yerga boradi. U kuni ashab qarsam, chihron chiqarib qo'yibdi-ku, ko'rsatib, ashuni yomon jiq odamdek ko'rsatib chiqib. Uning ichidagi yerimi mustaqilchilik ekan. Yoshlar bormi? Yoshlar o'zlari uyushtirib, nayt yaxshi chiqibdi deb o'sha savol so'rag'ini beribdi. Endi bu yerda savol so'raganlarni bayqab beqinglar. Qaysilar savol so'rayapti? Mustaqilchi so'radimi, shu savolni avtonomiyachi so'radimi debchi. Bu avtonomiyachilar chiqib savol so'raganlarga javob, u javobi yo'q. Javob emaslarga javob keldigan ishlar. Ömrümde birinci kıtım aldığımı gördünüz mü? Cevap emes mesleğe çok çaldık ya. Körpak mısın aslında? Ben körpak mı yani? Daha Xitayda körattık. Her kandak vakti birlikte ne mi çıksa çoğak degen çılıvatkan. Öbür. Bir adam bergen sual neme cevap be. Dokun İsa'nın Uyghur cemaatinin sualları bergen cevabı. Bunda kulasıldım ben. Dok Türkistan milli müstaqillik uchun kurash qildi. Yerda mana shunday bir savol bor. Mana milli mustaqillikning ma'nosi nima?
Ben Mevlan'dan sorğandım, bununla Mevlan cevap veremedi. Milli müstakillik degen nime? Şarkı Türkistan'ın müstakillik deganini bildiramdı. Şarkı Türkistan'ın müstakilligini eslik keltirish degan narsani bildiramdi. Yoki boshqadan bir davlat qurib, milli degani nima u? Uyg'urmi yoki boshqa bir nima u milliy mustaqillik degani nima? Bu iliq emas bu-chu. Shuningda buning savolini qo'yaman. Bu bir. Endi Davlat sende so'ramadimchi bu de. Sen javobing bor, shunda qo'yib ben sende so'rba, uni o'qib beraman. İkincisi nima deganda Uyg'urlarga vakillik qiladigan birdan-bir tashkilot emas dedi buni. Buni e'tirof qildi. Çünkü ağlanım qanday, lekin aşağıda qo'shimcha deb qo'yib, agar nima? O'z oldiga tashkilot qurib, o'z oldiga ishni qilaversa bo'ldi, bizlik ish qila oladigan bo'lsa, degandek ma'ni qilyotdi-ku. Ey, do'q qachondan boshlab ko'tarilgan? Do'q qachondan boshlab ko'tarilgan? O'sha bir 10 yildan burun mishada bizning Mavlon biladi. Bir 10 necha jamoat mishada yig'ilib bir faoliyatlarni ilib borganda do'qning rahbarlari mishay kelib, "To'g'riq. Sizlarning Washingtonda qilayotgan shu 10 necha mingning yig'ilayotgan ishi do'qdan chiqishlarni qilishlarga" degan. Do'qning rahbarlaridan biridir degan shu gapni. O'ta qancha bo'lgan ishlar do'q qachondan boshlab ko'tarildi? Bu so'al so'rayman bu to'g'ri. Bu gap tugdi, birdan bir tashkilot emas deganiga men kredit berma. Birdan bir tashkilot emasligini e'tirof qildi. Birdan bir bo'lolmaydi. Bo'libmi g'arb dunyosida har qanday tashkilot birdan bir dalanmaydi. Sharqi Turkiston xalqiga vakillik qila oladigan birdan bir nima? Hukumat bo'ldi. Hukumat, ya'ni Sharq Turkiston sürgündü hükümeti bo'ldi, asta-asta o Sharq Turkiston hükümeti bo'ldi. Undan boshqalar birdan bir bo'lolmaydi. Shu menga nisbatan aytgan chog'da do'q faqat bir tashkilot. Amerikada undaq tashkilotlarning barmishada o 10 nechisilar anlamaganing Amerikada Sharq Turkiston American Association bar. Mevcut davamlıq hərəkət qılıb kelyapti. Faqat davran sebebidir. Okay? Sharq Turkiston American Association do'qni birdan bir Uyg'urlarning birdan bir tashkiloti deb e'tirof qilmaydi. Men shuni deb o'tay. Bu aqranlar. Endiki ham birsi nima dedi bu to'xtamlar. Ma gaplarni ayni bo'yicha nima qilmasak, ma putoq chiqirdan Allah yomonchiq shu. Menga Uyg'urcha o'qimagan, shunda qo'ysin, ba'zi bir taraflarimda ama Uyg'urchamni o'ngshab qo'yishinglar nima qilma. Hamma tashkilotlar o'zining yo'lida menib biz bilan raqobat qilsa bo'ladi degan mazmunda so'zlabdi u bir. Lekin men shaxsan Uyg'urni indigenous demayman dedi. Buningga men kredit bermayman. To'g'ri dedi shu gapni-ku. Lekin shuni indigenous deb shu hujjatlarga yozib ketgan narsani to'g'rilamaydigan bo'lsa, yanada shu o'ziliq Abay Mavlon degandek yolg'on qolib qoldi-da. Yolg'onchi bo'libdi agar shuni qilmaydigan bo'lsa. Karomat yolg'on odamga deb men Mavlonga birga qo'shilib Abay qilib nimani deyman men. Bu bir. Tamammi? Endi keyin o shaxsan dedi. Endi men nima uchun shaxsan deydi, o'sha bir savol bordi. Nima uchun men do'qqa vakolatdan Uyg'urni indigenous demaslikka tirishiman delamidi. Chunki vakolatdan bo'lolmaydi. Deb gumonimda Mal eng qiziq yeri mushida. Bir yosh bola kini Amanullo degan yerga chiqib, shu bir qancha bir xili bir jinva savollarni so'ragan turdi. Bu
Hem de xafa bo'ldi da, endi xafa bo'lish normal ish. Men xafa bo'lmay, Mevlam xafa bo'ldi, o normal ish bu. Lekin degan gapi azoq bir nima berib qo'yay dedim-ku, komment berib qo'ydim. Do'qqa bermagan kishining mendan savol so'rash haqqi yo'q. Debdi-da bu yerda. Shunday mazmunda dedi endi. Ayni gap shumi. Shunroq mazmun dedi endi. Shunroq mazmun. Men magam o'qiydi ben degan. Ya ba'zida shunaqa. Yaqinda bu xato gap qilmay deyapman da, xato gap qilsam aychu, men xato o'qib qolsam chiqdi. Men dedim, eskartib eshitdim. Do'qqa berayotgan pulning mutlaq ko'p qismi NED'dan keldi. NED'ning puli Amerika bosh topshiruvchilarning puli. Her qandaq Amerika fuqarosining surishtirish qonuniy huquqi bor. Nima? Do'q reisi salohiyati bilan Do'qin efendi Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish degan moddalar bu gaplar tuyapti. Mana shunda bitay. Men bir boshto'ligichi. Mavlonning boshto'ligichi şu Amerika'da şu yığınlığa bağın nurgun mutlak köp kısım veremdi. Meyli Do'q pul veremdi o. Ya ki Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti pul veremdi o. Beğenmemdi o. Şarkı Türkistan sürgünlükte bütün Şarkı Türkistanlığı vakaleten söz deyimiz. Şundan mı? Meyli bizni tıllaydıganlar olsun. Meyli biz okşuman biz beraber görürüz. Do'q eğer özünü Uygurlarla vekillik kılatınız deydigan bolsa, bunu dürüst mü? Ben bir boshto'ligichi salohiyatim bilan ishni surishtiradigan haqqim bor. Pul bermaydigan haqqim bor. Bu yerda men ham nurg'un tashkilotlarga, nurg'un associationlarga har yili pul berib turman. O $5 berib qo'ysam, menga degan nurg'un sanksiyalarni yezib, shu shundoq nima qilib ketdi. Pulligan tashkilotlarim bo'lsa, texim meni yaxshi ko'rib ketdi. Shu gapni qilgan odam qanday tashkilot boshqardi? Qanday tashkilot? O'qigan bor. Fıkan bir okuyana bir kiçikini. Dünya Uygur Kuruluşu vekillik kılmadı. İşte çoğun teşkilatının işte bir seviyesiz. İşte bir adam çıkarıp koygan Müslümanlar yaşadı. Bir oyuncularına uzanlarını ziyali de pişirirler yaşadı. Bu bölge, yeni bölgemde Do'qun. Xitaycha üstüne bilmeysen ki. Xitaycha herkes ağzından çıkmışsın. Bir yerde ben sana deydiğimim Seyfiddin Aziz'in üyen. Seyfiddin Aziz ömürlüğü, ben onu üç görsem mi? Xitay'ın aldı Xitayca yaptırmagan aldı. Şu yapın ona sen qandaqlarcha aşağı bir Uygurga vakillik qilma desa, Amerika nima g'arib yashab turib Xitoylarning oldiga "Gegama" deb. Nomus men ash gapni olaman. Nomus. Hamma ular nomusullar ishtaq gaplar. Bu bir Amerika Uygurcha yozishni o'rgansin. Tamammi? Mujunda davraymi ya bo'ldimi ya? Bo'ldi, hozir men bir gap qistirib qo'yay deyman-da. Shu Abay tuğluk tepip gitti. Do'qin aysa ilaqi memma irqi indigenous degani xolimayman deb. Onun aldıda Dünya Uygur Kurultaydı bularning hayyatlari hammasi indigenous deyishni bo'lmaydi dedi. Bularning bir munch qo'ldagi qalamlar aşı topları yezib indigenous deyish bo'ladi, palonchi davlat indigenous mustaqil bo'ldi deb bular hammasi deb ketdi. Bizning mayat bir indigenous degan so'zning hech qanday zeyni yo'q, uni talashmayli deb ket. Endi hammasi buning qo'lidagi generallari, ofitserlari, gardiyalari, peshkilari hammasi chiqmoqda so'zlagandilar. Bu chiqib men indigenous deganni men xohlamayman deb olgan hammani ilaqqa inglizchada throw under the bus deydi-da. Ilaqqa hammasini oyoq tashlab qo'yib yuzini o'rib ketib qoldi deyman. Tashlag'in deb javob berdi deyman-da men. Tamam. Bir iş ben bugün aldıraççılıkta ma telefonumda yenimga kirishni unutib qoldim. Şu bazı qarindoshlarimiz so'radi. Telefonni ursak bo'lmamdi, so'raydigan savollarimiz bor deb kechirsizlar, bu mendagi xatolik. Ben telefonimni kirishni unutib qoldim. Bu yerda bir qarindoshimiz Hidoyat Aqsu degan qarindoshimiz To'g'liqamdan savol so'rabdi. To'g'liqamdan parchalanib ketgan surgundagi hukumatni jamlash plani bormi? Bor bo'lsa,
o'rtoqlashib berishga bo'lamdi deydi. Ya bunun cevabını verip oldum mu? Cevabını verip oldum mu değil mi? Abi başta bunu neme cesaret sorup bunun bergen cevabın hazır Şarkı Türkistan hükümeti birden bir Şarkı Türkistan halkının hakiki menfaatiga nim qila oladigan hükümetde bu hükümet. İşinimenki uzun sürülmey şu barlık müstakilçiler. Ben onun Mevlana'nın fikri koşulma bir yerde. Onuncu sonuçta demeyimiz. Müstakilçiler bir yer gelip şu hakiki Şarkı Türkistan halkının müstakillikni asli keltirdigan nimasiga g'oyasiga yetakchilik qila oladigan haqiqiy Şarkı Türkistan sümbülgülü hükümeti berpa bu. Tamam. Endi bu bilgan indigenous to'g'risida halijiq to'xtaldik. Bu narsa hozirgacha xalqimiz orasida talash-tartib bo'lib qoldi. Yana bir masala, ishkilinglar Amerikada yashaysizlar, ham Amerikadagi Uyg'urlarning ishini nihoyat yaxshi bilasizlar. Endi shu Amerikadagi o'tganda chiqqan Uyg'ur qonunidan keyin shu necha kunning oldida yana bir qonun chiqadi Uyg'urlar to'g'risida. Uyg'urlarga majburiy emgak ning oldini olish qonuni degandek bir qonun chiqdi. Bu haqda xalqimizga qisqacha bir tushuncha beramsizlar? Mevlan sen beremez. Hem de aşağı Washington'da yaşayan diken. Ya bu hem bütün dünyadakiler gördük ama ben şu haberini görüyorum. Sözle. Bazıları kuzatuvchilar aniq ko'rdi deydigan gapni borchu biz bu yerda bu qaynonning ichidagi bo'lgandan keyin nima qildim ham o'zimdan keyin bir nimani deb beray bu yerda bir bu hozircha shu navbatda men abay shu 10 moddaning ichidagi birsi deb dedim-ku navbatda ikki qonun loyihasi Amerikada shu tasdiqlanish jarayonida bo'lyapti. Birisi bo'lsa Uyg'ur mecburi emgakning oldini ilish qonun loyihasi. Bu qonun loyiha endi bir hisobda mening kuzatishimcha bu to'pga o'xshash tepilib o'ynab keldi-ku 2 yildan beri. U asli bulto'la o'tib bo'lgandi. Bulto Amerikada House deymiz, o House'ni endi Avam palata deb oldim. Endi yana biz Senato. Bu Avam Palata'da 407'ye karşı bir deyman. Şundan ötkenjiler. Ötüp olup endiki uydaki Marco Rubio o'ttirib qo'yganchu. Shu qandaqlarki bo'ldi, shuni moddalarni o'zgartirish degan ba'zi bir nimalar o'ynab bu siyosiy jihatda jiqganga ashtaq narsalar. Bir moddani o'zgartirish yoki bir nimani o'zgartirish uchun qaytadan qilish to'g'ri keldi. Ashta bir yana o'zgartirishdan qaytadan bu nim qildi. Marco Rubio'ning deyishicha shu san'atdan o'tib ketibdi bu. San'atdan o'tib ketib, andiga qandaq bo'ldi, yana nim qilib yurib bu shuni qilib qo'ydi. Vaqtida Donald Trump bo'lgan bo'lsa men deyman Donald Trump bo'lgan shu vaqtda o'tib bo'ladi. Keyin qandaqlarcha bu yilga surildi, yangi hukumat, yangi rais chiqqandan keyin nurg'un ishlarni qilib bular keyin surilib endi mana yil oxirlashganda bu McGovern tuzgan yana yeni nusxasi o'tirib qo'yildi. Bu o'tirib qo'yilgandan Nancy Pelosi xonim qilib buni unim qilib shu o'tgan yil bo'ldi-ku qanchinchi chislati? Chislasi. 9-chislag'imi? 9-chislagi. 9'u deyman shu. Men qaraydi, men san aniq deydim men. Tepiştasi olsa bo'ldi, hozir demsam bo'ldi uni. Shu yaqin shu o'tgan haftada u tasdiqlandi. Buningda yana mutlaq ko'p qism son bilan 428 ga 1 bilan House'dan yana o'tdi.
Endi buni nurg'un tushunmagan qarindoshlar bu jarayonda tushunmagan qarindoshlar hayajonlanib, shu qarasam ba'zi yerlar tasdiqlandi, Uyg'urlik uchun mandoq qildi, ba'zilar hatto hayajonlanib ozod qilib o'tadigan bo'ldi degan gaplarni qilib boshlabdi. Endi men mohiyatini tushunish kerak-ku. Bu Xitoy bilan savdo qilishda, Xitoyning iqtisodini nim qilishda, iqtisodiga ta'sir yetkazishda Mevlan tushuntirib o'tgan. Shuning roli o'ynaydi ama Uyg'urlik nima mecburi emgekni aldırılış kanun layihasi. Bu aslında ötmeli qarindoshlar. Bu emniyet qanday oldu deganda qaytadan san'atga sunuldi. Endi ma'u yilning oxiri ish gapti qoldi, bu ish gapchisi tasdiqlab ketamdi, o san'at, ya'ni yig'lamdi, uni o'qimaymiz. Menimcha uncha yig'ilib bo'lamaydi. Yig'ilib bo'lgan taqdirda nima 3-bosqichda nima deganda Joe Biden aning qo'l qo'yib uni rasmiy qo'l qo'ygan ekan, u qonunlashdi. Bunun nurg'un jarayon ketdi. O'tgandan bir o'qigan maqolda buning 6 ay, 7 ay ketish mumkin deydi-ku. Bu tasdiqlab qo'ygan hozir xaoslik tasdiqlab qo'ygan narsa 6-7 ay ketadi degan gap edi. Bu jarayonda bu yaxshi qonun Uyg'urlarning nimasini Uyg'urlar munosabatli ekan Xitoyning iqtisod bu yaxshi. Buning biz to'xtamay harakat qilishimiz kerak-ku. Hargiz uni tasdiqlab bo'ldi deb o'ylayman. Chunki qaranglar Xaosda 427 bilan o'tgan jazman oyoq o'tidi deganlik nimada bo'lmaydi qaranglar. Chunki san'atga kelgan chog'da san'atning jazman 3 dan 2 qism biletni ilish kerak. San'atda 100 senator var. 100 senatorninki 60'ını keltirish ba'zi vaqtlarda yomon tasdiq to'xtaydi. Nurg'un qonun loyihalari eng oxirida san'atda o'tamay to'xtab qoldi. Endi 3-bosqichda prezident bor, prezident Joe Bidenning baxchon huquqlari uningki. Agar davlat manfaatiga mesela Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiga ta'sir etadi degan nimalarni qilsa, ama John Kerry'larning nimalari bo'yicha uni qo'rqmay turib olgan ishlar chiqib qoldi. Yoki bo'lmasa biroz san'at o'qib to'xta, men moddani o'zgartayli, eğer bir pesh nimalar unutib qoldi, men moddani bundoq qilsak bo'lmaydi deb shu nim qilgan. Chunki buni men bir misol Marco Rubio o'zi yolg'iz defense Mudofaa. Ya to'liq ingliz ismida mudofaa qonun loyihasi deb olay. Shu qonun loyihasi nima Marco Rubio o'zi to'sib qo'ygan. İşte bir adam to'sib qo'ya oladi. Shu bir to'sash bilan endiki qanday bo'ldi deganda Uyghur mecburi emgekning oldinish qonun loyihasi o'tib ketdi. Chunki Nancy Pelosi bularni AQShda nimalar bor da o'zlarining deyishgan gaplar bor. Sen uni ma'qul deb tursan, ma'nim biz ma'qullashtirsak, Nancy Pelosi, Chuck Schumer'lar chiqib buni tasdiqladi. Men buni demoqchi o'g'lim, buni jarayoni shu. Shuni bakliqa oldirab hayajonlanib ketmay. Bizning qilgan ishimiz jiq. Qachon shu prezident uni qo'l qo'yib imzolamaguncha uni biz birlikda tabriklab yuradigan ish emas u. Yani her gün so'qqa sotganlik emas. Men kongress a'zolari pat xat yozib turman, eslatib turman bu ishlarni-ku. Nurg'un qarindoshlar ishlarni qilyapti, Amerikada shu ishlarni qilyapmiz. Bu ishlarni to'xtamay davomlashtirish kerak. Bu bir. Endi yana bir qonun loyihasi bor. Buni Uyghur Human Rights Protection Act deydi. Bu degani Uyghur kishilik huquqni qo'g'dash qonun loyihasi degan. Mening bilishimcha o'ta sunulmadi. Yani Amerika'da nurg'un qarindoshlar bor, bizninki siyosiy panoh ishlarimiz 3 yil bo'ldi, 4 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi, nima tasdiqlanmaydi, undoq degan gaplar jiq bo'lyapti. U agar mana kishilik huquqni qo'g'dash qonun loyihasi tasdiqlanib qolgan bo'lsa-chi, bu yer advokatlar ketmaysizlar. Advokat ketmaydi. Har qanday odam o'zi chiqib jadvalga to'ldirib, men Uyg'ur deydigan bo'lsa, shu orqali Amerika qila oladi. U bir Yevropada yashayotgan Uyg'urlar bor, Yevropada yashayotgan u yerda yurgan Uyg'urlar. Embassy beriblar. Men Uyg'urdan men Xitoyning zulmidan qochdim deganda, qonun loyihasi tasdiqlangan bo'lsa-chi, uni Amerika aeroportiga sepib qo'yib, berga yo'l soldi demayman.
Ben bir şikayetimi sip koymam şakka. Tasdiqlangan bolsa. Tamam. Bu tügmedi gipim bir tügüt ete ama sen so'rab qolgan bo'lgan. Shuning uchun qarang, shuning uchun ma'ningimichu nayti bu yerda tashkilot armayli hukumat qilyapti. Men qilayotgan ish emas bu jumla. Hukumat chaqiriq qilyapti emas. Nima hammalar bu shunga ko'ngil bo'ladi. Ko'ngil bo'lgandan keyin o'zimizga munosabatli bo'ldi. Men Uyg'ur millatini, Sharq Turkiston xalqini qo'g'dab qo'ldiganga biz rol o'ynagan bo'lamiz. U tribunal degan narsa bor, bir faoliyat u. Xuddi mana Washingtonda bir namoyish qilganda badem degandekli faoliyat. Mana qonun loyihasi degan boshqa narsa. Shuni tasdiqlash degan boshqa narsa. Esimlarga Donald Trump vaqtida Uyg'ur Policy Act'ni tasdiqlab qo'ygan. Qanchalik ta'sir qildi? Nima? Bu gipim sal uzun qoldi. Endi shunga mush gapni aytgandimi, mana anaqa qonuniki 13-9-ni anaqa Uyg'ur tribunalininki qarori bo'yicha Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitish bir ahmoqona bir ish endi. U o'zining orzusi menimcha xalqimiz qabul qilmaydi uni. Bak deyish to'g'ri kelib kelsa, mana Mike Pompeo'niki 1-19 tunji qatam Amerika hukumatiga vakolatdan Uyg'urlar qirg'inchilikda degan kunini Uyg'ur qirg'inchilik kuni desak, yaqinma muvofiq bo'lishi mumkin-da. Ammo yerda Hidoyat Aqsu degan boyqa qiyratishimiz Mavlon Qamdan bevosita bir savol. Ayşallah bir savolni tulpun so'zlayotdi. Ha? Bir savol ish qo'ydinglarmi programmani? Tulpunini bunday tutsan olmaymizku. Ya sen tulpunini iç koyupsa sözler senin tulpunini so'zlayotdi deyman. Ha, tamam. Hozir bir savol ish qo'ygan o'xshaysizlar, o'chirib Mavlon Qamdan bir qayrindishimiz savol so'rabdi. Ya ma tug'luqning tulpuni o'choqqa so'zlab ketib bordi deyman, tulpunini o'chirib tug'luq. Buni o'chirib. Ha, tamam, endi yo'q. Ha. Bo'ldimi? Yana bir aqsada bor, bu nereden kalktığını bilmedim. Mevlan o'zniki. Mening tulpunim ochmaydi, mening tulpunim o'chiq, sening tulpuning bo'ldi, ma hammadan ko'ryapti, ekranda hech qisi yo'q. Men Mavlon Qamdan so'rayman savolni. Hidoyat Aqsu degan qayrindishimiz so'rabdi. Mavlon akaninki ekranda taqdim qilgan leksiyalariga, maqolalarga va endi izlanishlarga chin dilimdan rahmat aytaman debdi. Savolim deydi. 2012-2013 yillari Urumchidan Amerikaga kelgan davlat bexatarlik xodimi Shirzat Amerikaga kelganda Mavlon Qamning uyida turib, Mavlon Qam uni kutib olgan ishlarni anladık deydi. Mavlon Qam bu ishga tushuncha beramdi, men xalqning og'zidan olgandan Mavlon Qamning o'zining og'zidan anglasam deydi. Buldu to'xta, nima ma ovoz hozir gap kelsa sening gapingni yerim bor, yerim yo'q, ma tug'liq tulpuningni itasan. O'chiryaptim men, sening o'zingning ishi. Yo, meni o'chima ochmadim, bir tulpun o'chiq asha so'zlab ketib bordi hozir hamma yerda. Men olmadim-ku. So'alni angladingmi? Shu angladim ama keyinda bir to'xtamay so'zlayotib qanday javob berman. Jasoratning telefoni o'xshaydi anda biz. Ya, mening telefonim yo'q esimda. Ana. Hozirga qilib baqa. Nima ish? Ya mening telefonim o'chirib yotdim, biroq Sherzod emas, Sherzod debdimi? Sherzod. Uning yo'q, sening uning yo'qolib ketdi jasorat. Sherzod deydi u. Davlat bexatarlik xodimi Sherzod Amerikaga kelganda 2012-2013larda. Jinoviy 3.2. Sherzod emas. Muzaffarni da'vatga o'xshaydi. Muzaffar vaqtdagi yiliqi Vaybanninki boshlig'i. Vaybanning boshlig'i Muzaffar. Muzaffar bizningki Los Anjelesga
Bizning Los Angelesga 6 oylik bilan tarbiyalashga iqtisodiy o'rganishga avatgan bularni. Ya muzaffarlar bilan masalanga men deyman-ku, hozir mushtariki. Bu odamgarchilik yo'lda boshqa mushtariki Nurbakri mening uyimga taq ish urib, "Hey, Mavlon" deb kelsa, uyim kirma, uni mehmon qilma. Mening uyimda turmagan u. Uyimga u muzaffarlar biz burun orilishimiz ular bilan. Burun ürümçi vaqtimizda billa o'ynab, billa orilishganlar umi, qarmay g'uljilik umi. Ya orilishimiz shu kelganda uylar kilidi u emas va Sharq Turkistondan kelgan kadrlar hammasi degidek kilatdi. Bular 3-4 kun olganki bir langman yesakdatdi uyga kilatdi. Mushtarka hozirmi? Masalan, Dolqun Aysomi hozir ishkimni taq urib kirsa, "Assalomu alaykum" desa, "Voy kira" deyman, bir kishi odamgarchilikni qilaman, mehmondochilik qilib yo'lga sepib qo'yman. O odamgarchilikning yo'li boshqa, siyosat yo'li boshqa. Ular bilan burun bir aralashgan. Nurg'un jangladimi, ilaqa jang qilib qon bosadiganlarmi bir-birisi bilan. İlişirganlarmi o'tirib mehmondochilik qilib bir ishvitib jang qilib bir-birisi ilishirgan ishlar bo'ldi. O muzaffarlar bilan urumchi vaqtimizda aralashganlar biz burun. Misha kelganda 6 oyda ko'rsiq kelgan. Meyada ko'rsiq kelib 6 oy o'qigan vaqtida o'qitgan Mayung degan yana bir nima Tungan bor. O Tungan mening ayolimning o'rta maktabdagi saboqdoshi. Bu ikisi mishak 6 oylik bizning Los Angelesga ko'rsiq kelgan. Bular ishqashgan tilpurib, yamama langmanni ko'rsak yig'lig'ida ko'p ketdik. Ma kashkisi maha xamsa yeydiga bir dedi. Bir ishti shiqitim uyga kelgan. Ular uy qo'nmaydi, ham ularni qo'ng'izmaydi. Ular bir kelgan zamatlar shular bo'lsinmi, oshlarning pasportini konsulxona ip oldi ekan qo'liga. Men bu javobini bermayman, to'g'riliq. Chunki mening ham o'zimdan unday gaplarni so'ragan bo'lsam, aqimdan shunda gap taqtiyotganlarni angladimchi. Muzaffar kamni bizning uyga keldi, mehmon qildi dedi. Uni qildim men. Mayun degan Mayun efendi degan Tibiy institutininki nimasi? Bizning xonimning savoqtishga bir bunda bo'lgan. Bir şey kelganda men bizim uyga keldi, barimiz deb ketgan ekan, mehmon qilib, chiroyli paranishib, yo'lga sep qo'ydik, obdan mehmon qildik, uni qildik. Uningdan boshqa nurg'un jiq amaldorlar keladi, abay Mavlon dedi-ku, shu vaqtlarda xeyli bir ochiqchilik ekan-da. Bizmi borganda berib keldik saqlanib. Uni ba'zilar bular ishib yo'limiz qanday berib keldi degan gap. Lekin shu kelganlar qarash men bu yerda sanab bermay ularni, chunki ularga ta'sir etdi. Muzaffar kam kelgan, uningdan boshqa nurg'unlari bor. Ularning ismlarini atmayman, chunki hozir Tug'luq Abdurazaqning uyiga keldi deganning o'zimi birlik jinoyat o'xshaydi. Ana shu 2016-yilning oxiridan boshlab mening butun shu aloqalarim bilan uzilib ketdi. Mana hozirgacha men qanchalik to'jib olay dedim. Mening akuflarim, qarindoshlarim hech qanday odam bilan hech qanday munosabat. Musha kelganlarni kelganligini anglayman, burun har qanday menga telefon berib qo'yapti. Hozir ularmi yo'q. Ana yana ularga xudoga nima deymiz hamda uning bir shu birlik xatolik deb to'ndiganlarga hayron qilyapti berasgan. Yani vaqtlarda masalanga Irg'alimi kelgan, universitet mudirlarim kelgan, voy vaqtida Hüsbeysa şehir başlı vakti onun yine kelgan kurashgan. O vaqtlarda bir ümek kiletti. Bular kelganlar har qanday bizning Los Angeles keldi. Hollywood meyada Hollywoodni ko'rmasan, Amerikani ko'rganda bo'lmaysa bular. Hollywood keldi, bular bir turkum odam, ichida 3-4 Uyg'ur bor. Ayollar bor, erlar bor. Ular kiletti vaqtlar bizning uyga shunda kelganlar telefon uratdi, mashina berib akvolatdi. Uningki ularning qo'lda hammasida bir xotinlari yespagan, savdo qilgan bunda listi bor. Mundaq nimani og'ash kelsin deb ular nerdan topdi? Ma nimalarni olat mushtayalar opasang debdi. Nerda qil mashinalar silib ashlarni opirib vaqtlar qilatdi uni. Ay ballar degan javobim shu bo'lsin. O siyosatla odamgarchilik o yo'li men dedim-ku. Hozir men Dolqun Ayson shunda qattiq tanqidlayapman. Uyimga assalomu alaykum deb ishkini qo'ysa, o'xshash bir dona xaridorlikni qilib,
yo'lga silib qo'yma. Keyin Amerikada do'lqinaysa, Amerikada bo'lsa, na hozir chaqda birov olib mehmon qilib qo'yma. Bas. Bagam davlatga to'g'ri digim kelib ketdi bu gapni. Do'xning har qanday Amerika kelganda men bilan ko'rsatdi, men mehmon qilatdim. Xo'sh, endi kishini bir ketim bunday bir rasmini chiqarib qo'ygandim. Bu birisi mi yo'qda hozir hayron qoldim. O'sha oqqidisligan quchoqlab, so'yib, shunda qilib ketadiganlar. Ya shularni o'tman-ku, men yanada shu adam qara, hech qanday o'zgarmadim. Mayada jamoatimiz bor, odam mehmon qilib qo'ymay. Shunaqa Facebook chiqarib qo'ygan Polo, Samsung, Manta hammasini ko'rdinglar-ku. Shularni etib, shu jasorat qilib bu ishlar to'liq bo'lgan bizning vaqtlarda keldi, atanlar keldi, boshqalar, hammasi amaldorlar. Bizlar o'zimizmi shu vaqtlardagi ma'lum darajalik amaldorlarning shu Sharq Turkistondagi ma'lum darajalik amaldorlarning avlodlari. Shuni ular bir odamgarchilikning yo'li boshqa, siyosat yo'li boshqa. Tamam. Bugun qarindoshlarim masala yana nurg'un savollarım batdi. 2,5 soatdan eshik etib qolibdi. Pek uzatırsak mı, köpçülük mü yerip kalmışsın. Ahırkı bir sualım bilen ayaklaştıray. Eğer yılı ahırgıça, eğer tətilinglardan qayıtıb kelib vaxtыңlar bolsa, yani bir hakikaten, şu 2021 yani bir hakikaten nazar sebepten çünkü nurgun suallarım batdı. Bugün soravasam taң etip ketilgan oxşaydı. 2,5 saat eshik etdi. Ahırkı bir sualım, şu bizning Uyghur aktivistlar içinde bir kısım nayeti muhim adamlarniki şu Amerika hükümeti CIA yoki FBI tarafından Amerikaga kirishi cheklanib qolganligini bilimizda, masalan. Ular Uyg'ur davosi ichida nihoyat muhim insonlardi. Shuning bilan bir vaqtda bularningki buni chaqquchilarmi palani chaqdi deb o'zining akisining o'zining inisini bir yig'inlarda oshkorlaganligini bildik. Bu chaqallar masalan bir qism Uyg'ur aktivistlarni Amerikaga kirmas qilib qo'yganlar chiqib ashulaga. Bu terrorist, bu radikal va boshqa namlar bilan chaqquchilarning Uyg'ur ekanligi aniq. Sizlarning bu shaxtda bir gumoninglar bormi? Bu meningcha Amerikaliklar bakadim bir Uyg'urni manda gumonlanib qilmaydi. Biz aranglarda atrofinglarda yurgan chaqamchilarmi xeyli borki, bu shaxtda xalqimizga ozroq puchur bera olamsizlar. Mevlan, your turn. Ya bunun masalanga chaqirganlar emas, meni o'zimning qismat to'liq ishimizda nim qilsak. Shu vaqt masalanga hozirlik Rabimdan dedi, olim Saytovlar Rishad Abbos bizga xat yozdi idoramizga. İdarasını yetib, idoralardan jazosi uchrab shuni qilgan. Ta 15 yilgacha men uqmabdim menki. Ya idoram xat yozib, bular mushundaq sening idoraning kompyuterini ishib, mushta xatarli ishlarni qilyapti deb xat 15 yilgacha masalan Rishad Abbosni olim Saytovni yozganligini shu Arabimda men ekran demoqchi men uqmabdim menki. Shunda yozganda bular bizga endi masalan olim Saytov Rishad bilan de burun Amerikada yeng kelganlar biz. Da yeng kelgan ko'nglim yaqin. Men ishinaman degan odamlarda Rishadga. Men to'liq ishonmasam men to'liq vaqtda Rishad bilan mendan yaqin, mendan qaragan Rishadga yaqindi. O ishongan men shu 100 yil degan odamlar mening keynimdan idoram xat yozibdi olim Saytov. Unda bo'lgandiki boshqalarim yozdi endi masalan shunda meningda bu gumon bular yana qanchalik odamlarning keyindan yetib o'sha vatandagi qanchalik odamlarni vayron qilib o'tgan degan savol menda paydo bo'lib qoldi. Shuning o'xshash bularmi xat yozgandi. Lekin bular kim yozdi? Men uqmayman. Men 15 yilga uqibman uni. Rishad Abbosla olim Saytovni. Tarabimda müşahedici, men herkes bulup mu Rishad Abbos'ta men hiç hatta gumanım yoktu. 100 men guman kılmagan bu benim üstümden xat yazdı onun dikimi keldik, körüşüp durduk, nem kıp durduk, xat yazdı diyen bir hassa guman yoktu. 100 işin ettim. Anime Wilson diyen şu gapimde şunun için başka ular yazgan adamlar çokum bağdı. Lekin u odamlar kimlar uning yolda uning birini tanlamaydi. Tamam. Bu to'g'riliq meningki beradigan javobim yomon uzun javobchi buningga.
Şunun bir yerde bugün onu oturup koyma demeyme. Abay ben şu Mevlana'nın diyen paket ne? O paket uçu. O birli Rabi'yendem diyen nerse emez. Bana birey yüz edem dep boğan bunu. O bir paket. Onun üstüge ma Dilyar Musabay'ın ki yıkınkı nimqan ağrı çakırkı. Namalıkı imza toplaş. Özümü çıkıp sözüldü o şununla yezip de lekin ismini attı mı diye kim bu işla bir yelik adamınki bir taktik so'p qoldi chu. Mishada qaranglar, mishada shu nurg'un bir narsani davitay mishada. Mishada nurg'un yoshlar bor chu, 2005-yildan keyin nurg'un yoshlar kelgan. Shu nima deydi? 2005 emas, 2010 yildan keyin nurg'un yoshlar kelgan chu. Shu yoshlarga yig'ilib telefon berib qo'rqitadigan ishlar yuz berganki. Bu menga to'qib chiqqan narsa emas. Yoshlar mishada anglab turdi, kimni deyotganimni biladi. Agar sizlar mishada shu mening ismimni matgan o'xshaydi. Shu odamning ko'ngliga kirib ishlarni qildigan bo'lsanglar, ota-onanglar orqali joylayman sizlarni deb bu qilganlarni anglaganlar bor ekan. Endiki yana shu abay Mevlan deb o'tdi-ku, shu vaqtlarda nurg'un amaldorlar Amerikaga kelgan. Men ismlarini atmadim. Mening uyimga nurg'unlar kelgan. Kelganlarning bir qismini ketgandan keyin oyoqda jazolaganlar. Buning isboti bor narsalar. Üçüncü bakıyor şunun için bu birlikte bu kişininki özünün nimesi emez. Onun incelik aklı yok. O bir science'da okuyan. Bunu layelep bir vatkan şu bir grup. Bunu Amerika'da Mevlan obdan bildi öz vaxtıda nima detti? Bunu bir erva detti. İşte Amerika'daki nima demiş bir erva ba degan gaplar yomon tarqalgan mashrab.com bor-ku. Mashrab.comning beshini boshlab o'tmayjimi? Mashrab.com degan bir to'rbat bor-ku. Shu vaqtlarda nurg'un paskina mehnatchiliklar hammasi shu yerda bo'lgan. Xatoliklarni jiq bo'lgan, xalqning shaxsiy nimalarini qildigan. Lekin shu vaqtlarda shu arvoninki, yushurun arvoning qandoq qanchalik kuchli ekanligi shu vaqtlarda namoyon bo'lgan. Shu xat yozish. Ben Xitayda 30 yıl yaşaş jarayonida ben mandaq gapni devitey, undaq zarbinin bağlığını o'ylab bakmapman ekan. Mening idoram mening jon tomirimni uzish uchun buni Mevlan Shuhrat va Uchaylan degan bir yerda isbot qo'y biz, Uchaylan paket qo'yni. Mening deganlarim vaqtda yog'an deb yuribdi. Mevlan'ga desam Mevlan ishonmayapti. Mevlan menga ishonmaydi. Qat'iy ishonmaydi. Mevlan'ga kirmay ketim degan. Hozir tunji ketim angildim deydi. U gapi nima sababdan dedi, demayman anglamadim deydi. Shu ishonmadi, mening gapimga ishonmadi. Kim desam usta degandim, ishonmagan. Mana hozir o'zida o'tdi. Buni bo'ldi Mevlan men uni demedim deb yenyapsizmi deganlar bor. Shundaqmi degan odamlar bor. Shuning uchun bunga bardoshlik beraylik qarindoshlar. Xitoy unchalik kuchli emas. Xitoy unchalik kuchli emas. Birisi qo'rqitib ota-onang orqali andoq qo'ytimi, mandoq qo'ytimi. U ota quvvatidi-ku, ota-onamiz yeyish qilmasimi quvvatidi-ku. Xitoydi-ku. Ilki qirg'inchilik quvvatidi-ku. Senin ma'lum shaxsiyning ota-onasini qutqizib qoldi, qutulgan yeri yo'q. Men misal 40-50 odamni men bildigan odamlarni sanab bermadi. Turmida yetib qandoq nimalar kelgan. Ziyolilardan, cho'ng ziyolilardan men ismini atab beraman. Shuning uchun shu narsalarga biz bardoshlik berishimiz kerak. Bardoshlik bermaydigan bo'lsak, o'zimizning beshakildi bu ishlar. Gapim tugagan. Tamam. Bu işlerini soruşumda böyle şu Uygurların umumi işimi pek ağır ziyan boğatıdı bunun için. Mesela
Bizga bergan ta'siri Amerikadagi bir turkum hozir to'g'liqam degandek bir guruh odam shu Amerika hukumati bilan bo'lgan aloqani qo'lga kirgizib olib, da'vo sepidagi aktiv sop odamlarimizga zarba beryapti-da, ya'ni Amerikaga kirmas qilib, chet eldagi faoliyatlarga ta'sir yetkazib qo'yadi. Agar bir fursatda atyo'g'in bir fursat bo'lganda buni aytishga tirishsak, xalqimiz bilib qolsa, undalarni xalq oldida rasvo qilish kerak aslida-ku. Chunki millatning dushmani ular. Ama jiq adam bununla qiziqdi, ama bu sirni yeshamayapmiz yani. Ama bunu Amerikadagilar bilmasa, biz Yevropadagilar albatta bilmaymiz. Shunga bundan so'rab baqdim. Bir fursat bo'lsa, keyin bu vaqtda paralashamiz. Bugun 2 soat 40 minut o'tdi program qilganlar qarindoshlar. Bizda tong ataylab qoldi. Agar yil oxirigacha agar vaqtinglar bo'lib qolsa, bu gapimizni davomlashtirishimiz mumkin. Yana bir qatam programma qilib, bo'lmasa bugun 2-3 soat vaqtinglarni chiqarib bu programma qatnashganlarga rahmat. Yana bir qatam ko'rishguncha omon bo'linglar qarindoshlarim. Xayr, Allohga omonat. Bo'ldi, hamma tomoshabinlar, ko'rguvchilarga hammalarga ko'p rahmat. Barliq qarindoshlar rahmat, jasorat sanamı ko'p rahmat. Men aslida jihnasdan tayyorlab kelgandim, men bir kitob. Agar yilning oxirigacha yana bir ko'rishaylik desam, men tayyor. Qanday yana ko'rishga bir fursatni qilamiz, Xudoyim bo'lsa. Bo'lmasa shu men savolni yaxshi ko'rmanchi, shu qattiq savollarni qo'yishni yaxshi ko'rmanchi. Yomon bo'sh savollarni so'rashning hojati yo'q. Bu qatam balkim ko'ruvchilar bir basi şey degandim, bugun bo'lmay qoldi. Bu qatam ko'ruvchilar balkim kuchli savollar bilan kelish mumkin. Sen ma ideyajat hozirlik qilib turasansan. Ya chatoq yo'q. Har qanday savolga men javob berishga tirishman. Men javobini beramsam, Mevlam berdi javobini. Bo'ldimsa, xayr, Allohga omonat bo'ling. Xo'shamsa, xo'sh, Alloh bo'ldi, ma'qul, xo'sh. Rahmat. Yargen turpan Ürümçi hulca Atış kumu Aksu Altay Korla ve Kuca Ana yurtum Sen bu dünyadaki En güzel makan Patmaz bu yaşta çeksiz Mihirge tuğan Aynı saktin bu akıldı gülistan harman Yana menge davam kıylan üzülüp kalma Sana vücudumda çeksiz muhabbet Fahrleniş, asrab suyuş, davamda abad Dua kılar, acır kılar, tüküpler mitmen Ana yurtum, kız persentinmen, usulmaz hakikat Yusuf Mahmud Ferzenti Fahrim Mehkem yadında Allah badur Meftahrim Allah Ötken koynunda
huzroyi Sınsun çin bizge Ümmet işeç Ümlü xeyret Bu soğuy bizge Başla, kol bergin duruz, hemra kıl külke. Diri şayli, uyu şayli yar bulup birbirimizge. Biz kuştan zapat ara yurtimizga cevap Sana vücudumda çeksiz muhabbet Fahrimiz asrap söyüş Davam ta ebed Dua kılay, ecir kılay